Assalamu alaykum aziz yurttaşlarım, ekran altındaki kadirli körürmenler, yekşembanlar hayırlı bolsun. Akademiya söhbetiga hoş geldinglar. Bugün huzurunlarga Uyghur halkının yakın zaman tarihide nayet muhim, her bir Uygurning bilish tegishli bo'lgan bir tema üstüdeki söhbetimizni taqdim qilmoqchi. Diqqatinglar bizde bo'lg'ay. 1945-yil 8 aprel bir millatning tajovuzlariga qarshi urushida kam bo'lsa bo'lmaydigan nayet muhim bir tarixiy voqea yuz berdi. O bolsumu belki yakınki 300 yıldan bu yan biz yoqutib qo'ygan, qayta qura olmagan muntazam bir armiyaning qurilishi edi. 1945-yil 4-oyning 8-kuni, ya'ni 8 aprel Milliy armiya qurilganligi e'lon qilingan iftixor kunimiz. Milliy armiyamiz bugun 76 yoshida. Mushu munosabat bilan bu programmamiz Milliy armiyamizning qurilishi va oqibati bilan munosabatli temalarga bag'ishlandi. Bu ahamiyetli temini elbette bu sahadaki tadqiqatları bilen bizni gururlandırgan hemmimizge tanıştık tarihçi Doktor Nevijan Tursun'un ağzını anlayımız. Bugünkü kıymetli mehminim bolsa Doktor Nevijan Tursun. Nevijan efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahmet Mağfiret Hanım sizge. Ben mu rahmet etime. Bir milletninki tarixida elbette devlet kuruluş en çok baxtga biz qadimdan tatib asl devlet kurup kelgan bir millet bizning askerimiz qadimki tarixni ep etganda miladdan burunqi 209-yili Hunlarninki armiya qurish bilan Mataxanninki bir muntazam qo'shinni qurishi va uningdan keyin nayetli çoğun urushlarni ep berishi ve devlet qurishi bilan shu an'ana bilan davom qilib kelganki, keyingi vaqtlarda hammamizga ma'lum bu an'anamizni yo'qotib qo'ydik, davlatimizni qo'ldan chiqarib qo'ydik. Lekin 20-asrda yana nayet kuchli bir qo'shinni qurib az bo'lsa bir mustaqillikning ta'minini teta olgan kunlarimiz bo'ldi. Qenamsim marhamat Nebijan efendim sizning og'zingizdan bu jarayonlarni anglaylik. Rahmat Mağfiret Hanım bugün ait yaxshi bir ahamiyetli faaliyetini o'rinlashtirdingiz. Shundaqla mush faaliyetni uyushtirgan Uyg'ur akademiyasidagi barliq do'stlarga ko'p rahmat. Uyg'ur akademiyasi bizga ait uzun vaqtdan buyon hamkorlashib, aloqalashib kelayotgan o'zimizning akademiyamiz. Albatta bu Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasi emas, bu Uyg'ur akademiyasi. Albatta bu biz uchun ait bir xo'shallik, faxrlanarli bir ish. Muşunda bir faaliyetni albatta muşunda Uyg'ur akademiyasidagi bir ilmiy o'rinni o'rinlashtirgani menimcha ait ahamiyatli deb qarayman. Hamma ishni o'zining kasbining ahli qilish kerak. Albatta bu akademiyaning ishi dal mana muşunda ishlarni qilish ait muhim albatta. Shu munosabat bilan bugun hamda 4-oyning 11-kuni bo'lsa-mu, lekin bu bizning buningdan 76 yil ilgari Şarq Türkistan Cumhuriyetimizdeki Milli Armiyası kurulup 3 gün bo'lgan kun. Yani resmi bir armiya bo'lib qurilganiga 3 gün to'shgan kun. Bu kunda albatta bütün vatanimizdeki hamma yerini ana shu Milli Armiya jangchilari azod qilish, hamma yer yurish qilish shu ideyasi bilan o'zining yangi harbiy formulalarını kiyib, yangi harbiy kakarlarını taqab, pagollarını taqab tunca qatim o'zining resmi bir dunyoga muntazam bir armiya shaklida maydonga kelib, resmi 3 front bo'yicha urush iç tayyorligini boshlagan ham kirishgan bir kun desak bo'ladi. Albatta 76 yil ilgariki bu kunda bizningki milliy armiyamizning shundaqla butun G'ulji shahridagi shu vaqtdagi shu milliy armiyani ko'rib hayajonlangan xalqimizningki ro'yi dünyası naiti üstün bo'lgan edi. Hamma odam naiti xo'shallangan, hayajonlangan, hamma odamning chiroyidan bir xil kulki, ishonch, umid nurlari chaqnagan bir kun edi. Demak biz bugungi kunda vatanimizdagi millionlagan qarindoshlarimiz lagerlarga solangan, turmalarga solangan, azob uqubat ichiga cho'mgan nurg'un odamlar o'limga hukm qilingan, nurg'un odamlar 10 yil, 20 yil degan kesish odatdagi bir ish albatta. Aşağıdaki bir ahvallar duç kelgen şunda bir gün hem. 76 yılın aldıdaki bilen 76 yıldan keyinki bugünkü günde Uygur'un hayatında zor bir fark var. Acayip bir fark var. İnşallah kelgüsü diyen Uygurlarınki istiqbalı çokum parlak oldu. Onun işenmesek herkes tarih yazıp oltamayımız, o tarihini eslemeyiz elbette. Elbette. Özümüzün gibimizi kesek, özümüzün sözümüzü kesek. Tariximizde hem de bayadını siz mi sözlep öttünüz?
bu Uyg'urlarning harbiy ishlar tarixi demeklik bu Uyg'urlarning o'zininki milliy Uyg'ur tarixi bilan zich bog'langan bir qism. Yani Uyg'urlarninki o'zimizning ajdod tarixlarimizni surishtirganimizda eng qadimgi davrlarga tutishimiz Vollar davri, onun imperiyasi davri va uning oldingi vaqtlardan boshlash mumkin. Ammo rasmiy bir imperiya, qudratli bir davlat davriga kirgan vaqti shu Vollar imperiyasi davri. Albatta biz Uyg'ur, Turkiy xalqlar va boshqalar hammasi o'xshash shu Vollar davrini o'z tarixininki bir shavkatlik boshlanish bosqichi deb qaraydi. Biz shundan boshlaymiz. Undan keyingi davrlarda 5-asrlarda Uyg'urlarning yani o'zininki qabila alayligi bo'yicha Qanqil davlati deymiz 5-6-asrda Tarim vadillarda, Turpan shu rayonlarda. Undan keyingi davrlarda bu Ko'kturklar davri deymiz. O'xshashli bizning tariximizning bir qismi. Ondan keyingi bu Uyg'ur Orxon qag'anligi davri deymiz. Bu 100 yil uning oldidagi birinchi Orxon qag'anligini 646dan boshlaganimizda o 200 yildan eshib ketadi. Mushlarning hammasi bunday qanchada Uyg'urlarning bir shavkatlik tarixidagi, ya'ni siyosiy tarixidagi, kurash tarixidagi bir saybi bo'lib qolmasdan shundaqla Uyg'urlarning harbiy ishlar tarixini shu davrga o'z armiyasi kuchiga tayinib faoliyat qilgan davr mana shu davrlarda muhim bir bosqich hisoblanadi albatta. Orxon Uyg'ur qag'anligining armiyasine ait qudratli bir armiya bo'lgan shu vaqtda. Asosan atliq hamda Vollar davrida tortib biz bu at mindigan xalqlar, atliq xalqlarning alayligi shu vaqtdagi atliq qo'shin har qanday bir kishi bir oilada har kishi harbiy bunday qilgan chog'da tariximiz bo'yicha her bir meyli yeşi çoğ olsun, meyli küçük olsun, meyli yaş olsun, balalardan başka hemmisi asker, hatta balalardan tatip askeri terbiye bilen çeniqtirildi her bir ailede. Demek bir ailede bir oğul boğan bolsa, hatta kızgıça yüzünü qoğdaşını, düşman bilen soquşunu, can qilishini öğütüdü. Bu dadılarınki vazifesi. Şunun için o vaqtlarda her qanday bir uruş partlaganda, her qanday bir öy, her qanday bir joydan odamlar shu urushga tayyor bo'lib mangdi. Shuning uchun bu Uyg'urlarning ajdodlarimizning shu qahramonlik davri ularga ana shunday sha'ni shavkatlik, shunday baxtli, ashunchalik o'ziga o'zi xo'ja bo'lgan, o'zini o'zi tonigan, o'zini o'zi hurmat qila olgan ham boshqalarga hurmat qila olgan bir davrlar ketgan. Keyin albatta 9-10-asrdan keyin Uyg'urlarning hayotida zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Uyg'ur Orxon qag'anligi yiqilgandan keyin Uyg'urlarda ko'chish voqealari bo'ldi, tarqab ketishlar bo'ldi. Ana degan Turpan Ediqutligi bu davlatlar, Qaraxonlar sulolasi va boshqa qarindoshlar bilan birlikda qurildi. Hamma joylarda bo'ldi, lekin burunqi davrlar qaraganda xarakterda o'zgardi. Lekin shu vaqtlarning o'zida mayli Turpan Ediqutligi bo'lsin, mayli Qaraxonlar sulolasi bo'lsin, hammasi birinchi bo'lib o'zining qudratli bir armiyasini qurishga, askerini qurishga ahamiyat bergan. Ondan keyingi davrlar 15-asr, 16-asrlar davriga kelsak uzun tarix albatta Saidiyalar davlatida shundaq bizning yani qudratli armiya bo'lgan, shu qudratli armiyaninki kuchi bilan, ta'siri bilan butun shu vaqtdagi Uyg'urlarninki vatanning hamma joylari shimoldan tortib sharqdan Qumul, Gansugacha Badiyat Shag'tay xonligininki nima Saidiya xondanligining sharq qismlari shunchalik janubda Tibet, mush rayonlargacha, Kashmir rayonlarigacha urush qilib bordi. Umuman qilib aytganda bu Uyg'urlar tarixidagi yani shu davrlarda askariy hayot Uyg'urlardan aytib muhim bir bo'lgan. Undan keyin qaraydigan bo'lsak 18-asr, 19-asrlarda shu Jo'ng'arlar bilan bo'lgan urushlar, keyingi Manju ishg'oliyatchilari bilan bo'lgan urushlar hammasida xalq yana qo'zg'alib, yani o'zining askariy kuchini qurishga tirishgan. Keyingi 19-asrning 60-yillarida bu Yoqubbek davriga kelganda albatta Yettishar davlati, Qashqar davlatining harbiy kuchi texnik kuchli bir zamonaviy armiya bo'lgan. Yoqubbek shu vaqtdagi Qashqariya davlatininki eng kuchli qo'shinlarni qurib chiqqan. Shu vaqtda 80 ming, 40 ming armiya deydi, ba'zi 40 ming deydi, ba'zi 80 ming deydi. Ba'zi manbalarda shu armiya bunday qanchalik Markaziy Osiyodagi zamonaviy bir armiya bo'lgan. Masalan, deylik
onunki qo'shin komandirlari, maslahatchilari shu vaqtdagi bo'lgan, masalan, inglizlardan qurollarni setib olgan, Osmanlı imperiyasının o'zidagi mushavirlarni evatgan, ularni ma'lum sonda qurollarni bergan, harbiy mashq hammasi shu vaqtdagi Yevropadagi, dunyodagi eng ilg'or armiyalarninki uslubida bo'lgan. Shu vaqtda qudratli bir armiya bo'lgan. Shunda bo'lganligi uchun bu armiya shu vaqtning o'zida kuchli bo'ldi. Albatta uning oldidagi Quchoq xonligining qo'shinlarimi Rashidun Xo'ja, Issoqbek, Issoq Xo'janing qo'mondonligidagi bularmi kuchli bo'lgan. Issoq Xo'janing qo'shinlari masalan shu Qumul Barko'lgacha jang qilib borganda, butun Xitoylarni, Manju Xitoylarni qo'g'lab Barko'l, Gensu chegarasiga qo'g'lab chiqarayotgan qo'shin shu. Albatta Yoqubbek unda qilolmadi. Yoqubbek asosli birlik keltirish rolini o'ynadi. 15-yillik bir armiya askariy kuchli bir davrlar boshdan kechirilgan. Shu vaqtning o'zida Markaziy Osiyodagi eng qudratli armiyaga ega eng kuchli bir davlat deb qaralgan ekan Yoqubbek rahbarligida shahar davlat. Shu vaqtdagi Ruslarningmi, Rus imperiyasimi dastlabki vaqtlarda cho'chigan. Chunki ular O'rta Osiyoni endi texi ishg'ol qilib, bu Narin atroflariga yetib keldi. Mayaqda Qirg'izistonning Issiqko'l atroflari, u vaqtda albatta Qirg'iziston yo'q. Shu Turkiya xalqlarining tuproqlari hamda vaqtning o'zida Qirg'iz, Qozoq va boshqa xalqlar o'z tuproqlarida yashaydi. Shu joylarni ishg'ol qilib, keyin Qo'qon xonligini ishg'ol qildi 1876da. Shu Qo'qon xonligidanmi eng kuchli qo'shin shu Qashqariya shu vaqtdagi 7 shahar davlatininki qo'shini bo'lgan. Shuning uchun ruslar nayta cho'chigan. Bu Markaziy Osiyodagi eng qudratli bir davlat deb hujum qilib besib olishni o'ylashgan bo'lsa-mu, ular to'xtab qolganda, nima deyincha bu kuchli armiyasi bor. Buningga biz hujum qilib qolsak, biz yengilib qolishimiz mumkin, oxirida butun O'rta Osiyodan ayrilib qolishimiz mumkin biz egallagan joylardan. Deb armiya kuchining kuchligidan aldirab chiqalanmagan. Keyin ondan uni razvedchik jasuslar orqali har xil aloqalarni qilish jarayonida bu Qashqariya davlatining ichki qismining unchalik mustahkam emasligi, ichki qismida bo'linishlarninki bog'ligi, ya'ni armiya kuchi va boshqa jihatlarda ojiz nuqtalarning hammasini egallab, eng oxirida ondan bu yani biz olaymiz ekan degan ishonchi kelib turganda angacha Yoqubbek bilan bu Qing Manju imperiyasi orasidagi urush qaytadan boshlanib, Manju askarlari asosli Xitoy Zozongtangning qo'mondonligida qo'shinlar bostirib kelib, bu joyda qattiq urushlar bo'lmadi-yu, umuman jihatda Yoqubbekning cho'ng bir hamda xatoligi dushmaniga qarshi qaysarlik bilan butun qo'shinlarni to'plab oldiga chiqib jang qilmay sulh qilaman deganda shu vaqtning o'zida. Shuni ular dushmanga fursat berib, oxiri Urumchi joylarini ishg'ol qilgan bu qo'shinlar Qashqariya tarafga hamda Qashqariya yana bu Tangri-tog'larining janubi shu yerga yurish qilib egallashiga bir imkoniyat yaratib berdi. Oxirgi hisobda bu Xitoy Manju qo'shinlari bizni egallab oldi. Shu. Cho'ng davrlar o'tib ketdi. Tariximizda mushundaqa. Oxirgi hisobda bu tugidi, anadan keyinki bu 30 yil, 50 yil vaqt o'tib ketdi. 50 yil biz hamda dunyoning ikkinchi bir bosqichiga to'g'ri keldik. Yani 19-asrning oxirlarida butun dunyo o'zgarishga boshladi. Musulmon davlatlari, musulmon rayonlari o'zgarishga boshladi. Uyg'unish, gullanish harakatlari shakllandi. Jadidizm O'rta Osiyoda bu qaytadan jonlanishga boshladi. Milliy ozodlik harakatlari paydo bo'lishga boshladi. Ideallar kuchayishga boshladi. Anikin yangi ideologiyalar maydonga keldi. Anadan keyin Birinchi Dunyo urushi portildi 1914-yilga kelgan chog'da dunyo qaytadan andan yana bir qatam ikkiga bo'lindi. Bu Antanta davlatlari va ittifoqchi davlatlarda. Mana vaqtlarda bizningki hamda Sharqiy Turkiston Uyg'urlar diyori, Uyg'ur vatani shu vaqtda hamda dunyoviy shu davolg'ishlarning ichiga o'xshashlar kirdi. Oxirgi hisobda biz andan 1931-yilga kelgan chog'da andan Qumul tog'larida Xo'ja Niyoz hojimning boshchiligida qurollar shu vaqtda qo'zg'alon boshlanib, bizning umuman milliy ozodlik harakati. Bunday kelgan chog'da asli bu 20 yillar ilgari boshlanishga tegishli keng ko'lamli qo'zg'alon kechikib 30-yillarda boshlandi. 30-yillarda boshlanib, umumyuzlik holda yana shu xalqimizningki kuchi, shu vaqtda qudrati, jangovarligi ro'yi bilan oxiri bular 33 kelgan chog'da bundaq chiqqan shu vaqtda Xitoy milliy tarix hokimiyati
Jingshuren hakimiyeti deymiz. Endi şunun hemmisini asas jihatdan paçaklap taşlap, fakat Ürümçi etrafıga merkezleşken Xitaylarning hakimiyeti eşip kaldı. Bu endi 30 yıllar. Endi bizninki özümüzniki endi nimimizni kelsak, bu 33'te Qashqarda Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti quruldi. Şu vaqtning o'zida Qashqarda bu cumhuriyet qurganlar, şu cumhuriyetga qatnashgan, şu cumhuriyetni qo'g'digan şu vaqtda Qashqar janubda bu Turpan Turpandan boshlangan qo'zg'olonchilar, bularning kuchi, anadan keyin bu Qashqar o'zininki kuchi, Xotandan ibatilgan kuchlar va boshqalar bo'lib, Mandashqancha Qashqar şu vaqtdagi rayon bizdiki endi butunlay Uyg'urlarninki, Qirg'iz va boshqa O'zbek oz sondagi shularninki kuchlardan tashkillangan bir zo'r harbiy qo'shinning kuchiga o'tgan bir rayonga aylandi bu 33'te. Endi vaqtning o'zida endi ko'pincha bu tarixiy voqealar ko'p kishilarga oydin. Shu vaqtdagi Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti hukumatimi birinchi bo'lib eng ko'ngil bo'lgan ishlarning birisi harbiy kuch, harbiy askariy kuch. Bu harbiy kuchlarni birlashtirish, harbiy kuchlarni tangshash, shularga bir yaxshi qo'mondonni bekitish, o'rtaq bir qo'mondonlik ostida andikin davomli urush qilib, bütün vatanni to'liq ozod qilish, oxiri o'zining hokimiyatini dunyoga e'tirof qilish shu programmalar bo'yicha bo'lgan. Lekin endi bu 33'dagi, bu 34'gacha bo'lgan oraliqdagi bizningki Sharq Turkiston Cumhuriyetining, Islom Cumhuriyetining armiyasi rasmiy bir muntazam milliy armiya shaklida qurilmagan. Bir armiya deyilsimi, qo'shin deyilsimi, lekin ularda rasmiy bir muntazamlashish, rasmiy shu vaqtdagi dunyoning armiya askariy ehtiyojlariga uyg'un keladigan bir armiya shakli kelanmagan, ulguranmagan qisqasi. Ancha-muncha Turkiyadan kelganlar, u yer bu yerdan paydo bo'lgan harbiy ishlardan xabarimiz bor degan odamlar harbiy ishlarni o'rgatgan bilan ular u vaqtdagi dunyoning saviyasi bo'yicha olganda 30-yillardagi dunyoning harbiy ishlar, Yevropaninki, Turkiyaning va boshqa davlatlarning harbiy ishlar, texnika, harbiy saviya, sapa, bu jihatni olgan chog'da biz intayin oqida endi. Buni Muhammad Emin Bo'g'romi o'zining Sharq Turkiston tarix nomli kitobida shuni xulosalab, garchi xalqimizning ayt qahramon Botur bo'lsin, lekin armiya jihatdagi askariy texnik tarbiyasi shularning bir yetarsiz bo'lganligi, qo'mondonlik bu jihatdan dushmanning g'olib chiqishiga sabab bo'lgan bir omillar deb uni ko'rsatgan. Bu vaqtda shu kitobni o'qib baqsanglar yaxshi xuloslagan. Chunki har bir odam o'z davrini o'zi yaxshi xulosalaydi. Muhammad Emin Bo'g'ro hazratim shu davrni yaxshi xuloslagan, chunki Xotandagi ayrim mustaqil bir hokimiyatning qurg'uvchisi, jang qilgan, o'zining 10 mingdan ortiq askariy kuchi bor. Shunda Qashqardagi ismi shu. Qashqardagi bu qo'shinlar albatta o'zining rolini joriy qildi, kuchini ko'rsatdi, lekin oxirgi hisobda endi boshqa muntazam kuchlar bularning aralashishi, Sovet ittifoqining qo'l tiqishi, Majong Tungan qo'shinlarining oyoqdan kelishi bu sabablar bilan oxiri parchalanib ketdi. Chunki birlikka kelgan bir mukammal sistemlik bir qo'mondonlik, zamonaviy bir armiya darajasiga yetmaganligi bu bir muhim omillarning biri endi bundoq qilgancha. Buni e'tirof qilish kerak. Tarix, reallik bu. O'zida mavjud masalani cho'qim e'tirof qilish kerak. Endi milliy armiyamiz qanday qurildi bu kuch? Endi o'zimizningki, endi umumiy davrimiz kelsak, hozirgi shu 76 yil ilgirki Sharq Turkiston milliy armiyasininki davriga kelsak, hozir men azroq nimalarni ochay, PowerPoint'larimni. Endi bu bayatiningizni men so'zlab o'tdim, biroq umumiy harbiy ishlar nimasi bo'yicha tarixni so'zlab o'tdim. Albatta bu suratlar ko'pinchalarga ayon. Mana bu bizningki bu 30-yillardagi milliy qo'shinimiz shu vaqtlarning o'zida. Bu Mahmud Muhiti o'tirdik, albatta bu Mahmud bu 35-yillardagi surat, bu armiyalik muntazamlashgan vaqti. Shu vaqtda 6-otliq diviziyaga o'zgartirilgan. U vaqtlarda bir 3 yildek muntazamlashdi. Muntazamlashgan chog'da Mahmud Muhitining qo'shini
6-cı atlıq diviziya şu vaqtdagi Sharq Turkistondagi eng kuchli armiyaga aylangan. Şing 37-ci yıl Şingse qoşunların oku yo'qotish ko'zi yetmagandan keyin Sovet ittifoqidan yordam so'rab, Sovet ittifoqiningki andan bir diviziyadan ortiq harbiy kuch kelib, aeroplan, tanklar bilan bularni yo'qotdi. Demak, muntazam armiya bilan partizan armiyaning orasida farq bo'lmaydi. Ma ikki odamni bilasizlar. Mana bir Stalin, mana bu Beriya. Bu bizim 1900 şu 30-cı yıllarda Stalin bolsa, bu 30-cı yıllardan keyin 40-cı yıllarda Beriya. Bu Stalin bilan Beriya ham demiş bizning keyingi davr Uyg'ur siyosiy tarixi, siyosiy qismatlari, Sharq Turkiston Milliy armiyasi, uningki qurilishdan tortib urushlari oxirgi qismatlari bilan chetishliq ikki muhim shaxs. Hammalarga ayon 1943 yılının oxirisiga kelgan chog'da bizning vatanning shu vaqtdagi siyosiy klimatida zo'r o'zgarish bo'ldi. Zo'r tashqi siyosatda zo'r o'zgarish bo'ldi. Ichki munosabatlarda o'zgarish kuchaydi. Umuman xalqimizning shu vaqtning o'zida mayli yolg'iz Uyg'ur xalqi bo'lsin, butun har qaysi millat xalqlari, Qozoq, Qirg'iz, oz sondagi O'zbek, Tatar va undan boshqa barliq millatlar. Hammasining zaten Xitoy emas millatlarning hammasi Xitoy shu vaqtdagi hokimiyati, Shang Sisay boshchiligidagi hokimiyatga. Undan keyingi yangi boshlagan Gomindang Xitoy bu millatchilik prinsipiga tayangan bu hokimiyatlarga bo'lgan qattiq o'chmanligi, noroziligi qaynab toshdi. Buning sabablari hammalarga oydin, ko'pinchalar yaxshi bilasizlar. Bu chog'dagi Xitoylarningki hamda zulmi eng yuqori pallaga chiqqan. Amerikan xalqimizda shu birinchi qatimliq inqilob qatnashgan nurg'un odamlar bor. Birinchi qatimliq kurash, milliy mustaqillik, ozodlik kurashiga texi uning besiqib, to'xtab, tinchlanib qolganda ko'rangan bilan u qarshilik xalqning ichida u bor, u ideya bor. U davomlashyotgan vaqti. Tashqi munosabat jihatda Sovet ittifoqi bilan munosabatlar Xitoyningki o'tkirlashdi, dushmanlashdi. Mana shunda turli omillar Ikkinchi dunyo urushi dunyoda kuchli bir bosqichga oxirgi hal qilg'ich bosqichga qarab ketyapti. Mana shunday sharoitda bizning 1944-yili oldi bilan Nilq tog'larida G'ani Batur, Akbar Batur, Fath Batur qatorliq bu Uyg'ur, Tatar, Qozoq Batur rahbarlarininki qo'mondonligida tunji qo'zg'olon portildi Nilq tog'larida. Albatta uning oldida 43-44larda bu Osman Batur qatorliq nurg'un Qozoq qo'zg'olonchilarining boshchiligida bu Altayninki bu Ko'kto'qay, Chingil qatorliq rayonlarda harakatlar u yerda boshlangan. Bu Nilqdan boshlangan bu qo'zg'olon oxirgi hisobda kuchayib 10-oyga kelgan chog'da butun Nilq noyisini ozod qildi. Anadan keyin 11-oyga kelgan chog'da 11-oyning 7-kuni G'ulji qo'zg'oloni portildi. 5 kundan keyin G'ulji shahrida Sharq Turkiston Jumhuriyati qurildi. Mana bu suratdagi shu vaqtdagi Sharq Turkiston Jumhuriyatining dastlabki hukumat a'zolari. Dastlabki hukumat a'zolari bu 1945-yilninki shu qish mezgilida diki surat bu. O'tirdiki Ilhom To'ram, yan tarafdagi Hokim Bag'o'ja, o'ng tarafidagi Sallo'rg'on kishi Abdulmutalli Xalpat, uning chatdikisi Pavel Moskalyov-Rost, ichki ishlar ministri, muavini yendiki Rahimjon Sabraji, og'idikilar yana Ahmadjon Qosimiy, uning yendiki Sovet ittifoqining maslahatchisi Sulaymon Ro'ziyev, uning yendiki Mutalli Xalpat, Anvar Musaboyev va boshqa hukumatningki a'zolari ham undan boshqa xizmatchi xodimlar albatta bu bir guruhi shu vaqtda hukumat kabineti mana bu. Shu 1944-yil 11-oyning 12-kuni bu Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilgandan keyin shu vaqtning o'zida hamma joyda partizanlik harakatlari boshlanib ketgan. 44-yilning oxirisiga kelgan chog'da asosiy jihatdan bu iliningki asosiy noyillari ishg'ol qilinib bo'ldi. Oldi bilan 19-noyabr kuni 20-noyabr kuni Qo'rg'as Chilpanzi noyisi ozod qilindi. Sovet ittifoqi bilan bo'lgan yo'l ochildi. Anadan keyin bu Suydun bu noylar qo'rshovga ilindi.
Atrapdaki bu caylar, Celili yüzü, bu rayonları hemmisi egallanıp bolundu. Gulji şehirde Gomindan'ın asas Xitay koşulları Erenbağ, Langşan, Butxanalarga ve onundan başka ayrıdırım qatarlıq caylar sol evilindi, şu yerde Qorşav gelindi. 45 yıl 1. ayının 5. günü kelgen çağda Şarkı Türkistan Cumhuriyeti hükümeti özününki devlet xitapnamasını elan kıldı tuncu qitim. Bu devlet xitapnamasının 7. maddesida Şarkı Türkistan'ın özünü şu ahirki muddası, yani Şarkı Türkistan'da ahirki bir devlet kuruş, cumhuriyet kuruş, müstakil hakimiyet kuruş degan maddesi var, birinci, ikincisi. Bunun 7. maddesida şu özününki milli armiyasını qo'shinni qurish degan xitobnomaning şu 7. maddesi shunda bekitilgan. Bu ko'pincha narsalarda, hozirgi tarix materiallarda siyosiy xitobnoma, siyosiy programma deb atalgan. Amaliyotda bu undaq emas. Asli bu Sharq Turkiston Cumhuriyetining mustaqillik xitobnomasi bu. 9 moddalik. Shuning uchun bu atalg'ini o'zgartirish kerak. Bu atalg'ini necha vaqt siyosiy programma, siyosiy deb uni oddiylashtirilgan bu mustaqillik xitobnomasi. Mustaqillik xitobnomasi 9 moddalik. Shuning ichida shu bir modda ana shu bo'lgan. Shu bo'yicha 1. ayının 19-20 günleri kelgan chaqda Sharq Turkiston Cumhuriyeti o'zining harbiy ishlar idorasi, harbiy ishlar nazoratini qurdi. Undan keyin Sharq Turkiston Cumhuriyeti darhol shu partizanlarni birlashtirib, armiyani muntazamlashtirishga kirishdi. Bu vaqtning o'zida butun ili viloyatining asosiy jihatdan ozod qilinib, faqat Erenbağ, Langşan, But aerodromdan iborat shu joyda 2500 atrofida Gomindanning qo'shini yig'ilgan. Onunla qurollandırılgan Gomindanның şu vaqtdagi G'uljidagi harbiy xodimlari, ma'muriy saqchi, bu ve onundan başka adetlik savdogar Xitoy hammasini yig'ib olib, u yerga Xitoyda 8000 dek odam qurol tutaqligidek akishning hammasini qurollandırgan. Shunda bo'lganda mening hisobimcha shu Erenbağ, aerodrom, Langşan shu 3 joyga so'lib Gomindan qo'shinlarining umumiy soni Qural tutup, quralliq jangga qatnashgan adamның soni 4000 dan 5000 gacha adam. Muntazam armiyasidan boshqa. Bularni bizning 10 dan ortiq adam qo'shib olgan. 10 dan ortiq qo'shib olgan odamlarning qo'lida qurollarning tayini yo'q. Hammasi miltiq, odatdagi uydagi o'g'oq, o'zir yasab olgan neyza, shundaq narsalar bilan bo'lgan. Görecek. Bu joylarda armiyada qurol yo'q u vaqtning o'zida. Shu vaqtning o'zida bular eng oxirida 45 yılının şu 2. yıl kelganda andan resmi armiya qurishni kuchaytib 2. ayının 3. günü kelgan chaqda bular resmi Sharq Turkiston hukumati o'zining tunji harbiy ishlar qonunini tuzib chiqdi. Bu harbiy ishlar qonunida şu 18 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan barliq erlar, ammo urush holati bo'lganligi uchun 45 yoshgacha bo'lgan erlarning hammasi asker bo'lish kerak, askeriy vazifa o'tash kerak degan qonunni bekitgan. Shu qonun bo'yicha demak Sharq Turkiston Cumhuriyeti territoriyasidagi o'zini Sharq Turkistonlik degan har qanday er kishiningki asker bo'lishi bekitilgan. Shu bo'yicha harbiy ishlar idorasi darhol shu askeriy ishlarga kirishib, boshlab askeriy jihatdan tayyorlik ishlarini qildi. Angacha 1. ayning 25. kundan boshlab bu Erenbağ, Langşan aerodromdagi Xitoy qo'shinlariga qarshi umum hujum boshlandı. Başlanıp 30. chislaga kelgan chaqda bütün joylardagi Xitoy qo'shinlarining hammasi qo'g'lab chiqarildi. Ular qochadiganlar bir 3000 dek odam qochib, bu Chapqan Yota degan bir joy bor, G'uljining shimoli tepasiga to'g'ri keldi. Shimol emas, shu nimaga to'g'ri keldi-ku deyman, ammo Jing tarafga tutishadigan yo'l usti bu endi ashaqqa. Qaçqan şu joyda bütün bu Gomindan qo'shinlari, Xitoy qo'shinlari hammasi yo'qotildi, asirga olindi. 2. ayının 1. günü kelgan chaqda demak bütün G'ulji shahri, bütün ili viloyati to'liq ozod qilindi. Shuning bilan bu Sharq Turkiston Cumhuriyetining o'zining rasmiy muntazam bir davlat armiyasini qurish imkoniyati rasmiy shakllandi. Shu vaqtning o'zida bu Erenbağda qo'lga tushgan necha ming dona miltiq, pulemyot, ig'ir yenik, hatta şu vaqtda Gomindanning 40 necha aeroplani, nurg'un qurollar tushgan. Zunun tepib o'zining Sharq Turkiston yerida nomli aslamasida bu Erenbağ, shu aerodrom 3 joyda qo'lga tushgan qurollarning hammasidan
bir diviziya qo'shin qurgudek darajada qural bati deb shunda xotirlaydi u kishi. Albatta buning turli san-sifirlari bor, sanoqlari bor. Buni o'qisanglar ham bilalaysizlar. Demakki, mushuning ichida shu qurollar bilan birlashtirilib, uning oldida Gomindangning bu Ko'radagi taslim bo'lgan askarlarning qurollari va boshqa joylardagi bo'lib, bu Ili vodisida Gomindangning shu vaqtda Sharq Turkiston partizanlari bilan so'qishgan qo'shinlarining soni ilgari keyin bir diviziya atrofida qo'shin ham 8000 dak odam ilgari keyin uning ichida saqchilar bor, u bu bo'lib, demak shularning mutlaq ko'p qism qurollarining hammasi o'q dorilarni partizanlarning qo'liga tushdi. Ammo o vaqtlarning o'zida Sovet ittifoqi mushu 12-oyning oxirisigacha hech qanday bir qurol yaroq o'q dori jihatdan yordam berishni boshlamagan. Sovet ittifoqininki maslahatchilari, generallari faqat 12-oyning oxirisida 44-yilning oxirlarida keldi. General Yegnarov bilan Vladimir Stepanovich deydigan, yana bir Lanfan deydigan, yana birisi boshchiligidagi maslahatchilar o'miga keldi. Kelgandan keyin ondan ular Sharq Turkiston hukumati bilan so'zlashib, ondan bularga qurol yaroq berayli deb berdi. Shu vaqtdagi Beriyaninki ma'lumoti bo'yicha olganda 12-oyning 8-kunigacha bo'lgan aralıqda berilgan qurollar, setib olgan qurollar chegirdan berib, otlarga almashtirib, hammasi bek az qurollarning soni, uning to'liq san-sifirlari bor, uni bir-birlab desak gap uzrab ketadi. Demak, Sharq Turkiston shu vaqtdagi Ili xalqi, Ili G'ulji xalqi, butun Ili viloyatidagi xalq, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va hammasi, Rus, O'zbek hatto hammadan qatnashgan. Shular hammasi demak o'zida bor ibtidoiy qurollarga tayinib, partizanlik atroflarini qurib, oxirida Gomindangning shu bir diviziyada qo'shinni qo'g'lab chiqadi. Shu vaqtda Sovet ittifoqidan yordamga kelgan faqat 5 otliq atrofni evatgan ilgari keyin. Bu dastlabda 3 kelgan. Birisi Saqbekninki bu O'sh, Narin atrofida tayyorlagan Buygu va Batir nomdagi 2 atrof. U boshlab keldi. Ular Suydunga kirdi, Suydun urushi qatnashdi. Ularning soni Batir atrofi 60 necha odam aran. Saqbekning 130 kishilik yana bir atrofi o'zi boshlagan u G'ulji Harambog' aerodrom urushi qatnashdi. U 130 dak odam. Bularning hammasi Sovet ittifoqining armiyasi emas. Saqbekning bu Buyga atrofidagi 130 degan odam hammasi Narin mush atroflaridan yig'ilgan. Ayni vaqtida bizning mush Ulug'chat uya biyaldiki din Sovet qechib o'tib ketgan qirg'izlar u bular bo'lib, shu joydagi yig'ib tarbiyalanganlar bular hammasi. Nayt olsanda Sovet armiyasining ofitserlari bor. Qirg'izlardan Dusha No'g'aybayev deymiz, Razzaq Mavlanov deymiz, bu 37-yildagi Qashqardagi bostirishda qatnashgan Sovetning adamlari bular hammasi. Bular qatnashdi. Bu Toshkent atrofida Chirchiq rayonida yana bir 200-300 dak odam tarbiyalangan. Bularning ko'pinchisi qechib qolgan Uyg'urlar vatandan. Anda yana Sovet ittifoqining oldingi safida jang qilayotgan Uyg'ur, bir qism Qozoq qatorliqlarni yig'ib kelib, ularni tayyorlab evatgan. Ular Toshqo'rg'on atrofiga kelgan, Murg'ab bu yoqdan kiramiz deb O'sh atroflarida chiniqtirilib, bular keyinroq kirdi, 1-oyning 5-ida bu Polinovning komandirligida. Demak, kirgan odam ilgari keyin hammani qo'shgan chog'da dastlabda shu 500 lam odam. Bularningki yer 590 deydi, 5 partizan atrofininki umumiy soni. Buningki mutlaq ko'p qismi yana bizning ayni vaqtda qechib qolganlar, shu yerda ozroq harbiy mashq ko'rganlar, ondan ma'lum sondagi Sovet armiyasining ofitserlari yoki askarlar shular. Lekin bu Sovetdan kirgan 500 odam, ularning o bir diviziya Xitoy qo'shinini qo'g'lab chiqara olishi mumkin emas. Asosiy kuch shu vaqtdagi xalq, asosligi Sharq Turkiston hukumatining rahbarligi ostidagi shu vaqtdagi har millat xalqi, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa hammasi. Albatta Uyg'urlar asosiy gavda, G'ulji rayonidagi janglarda asosiy rayon. Butun xalq qo'zg'alib ketdi shu vaqtning o'zida. Bo'lib, ondan Sovetlar kelgandan keyin bularga qurol berayli deb oxirida Stalinning buyrug'i bo'yicha bir qismlar qurollar keldi, lekin yana ko'p emas. Bunda asosligi shu Xitoydan olgan, o'ljagan qurollar bilan. Oxirida mana shu qurollar bilan Sharq Turkiston hukumati 4-oyning 8-kuni kelganda 50 dan 60 gacha bo'lgan har turli partizan guruhlari bor. Shu partizan guruhlarining hammani birlashtirib, bular eng oxirida
Sharq Turkiston Cumhuriyetining milliy armiyasini qurdi. Uning oldida 3-oyning oxirisida Sharq Turkiston Cumhuriyeti harbiy ishlar idorasining boshliqligiga Elxon To'ri o'zi imzo qo'yib, Ahmedjon Qosimiyni polkovnik Ahmedjon Qosimiyni harbiy ishlar idorasining boshliqligiga, ya'ni harbiy ishlar noziri, bundaq chiqqanda ministerida shu vazifaga qo'ydi. Odat harbiy bo'limning boshlig'imi deydi. Onun oldida Rahimjon Sabirojini qo'ygan. Uning oldida dastlabda Sharq Turkiston partizanlar qo'mondoni Aleksandrov bo'lgan, Petr Romanovich degan. Lekin u odam Arambog' urushi xatarlik bir bosqichga kirgan chog'da Sovet ittifoqiga qochmoqchi bo'lganligi uchun Sharq Turkiston hukumati uni vazifasidan olib tashlab, u odamning o'rniga bu Polinovni qo'yib, oraliqda Zununtepovni qo'yib, eng oxirida aralashtirgan Rahimjonni qo'yib, eng oxirida bu Ahmedjon Qosimiyni bekitgan. Ahmedjon Qosimiy shu darhol buning loyihasini tuzib chiqqan bir komissiya qurilib, komissiya shu harbiy qandaq armiya bo'ladi Sharq Turkiston Cumhuriyetida, qandaq harbiy pagonlar bo'ladi, qandaq beshidikidagi kakarlar bo'ladi, qandaq qurilma shakli tuzilmasi qanday bo'ldi deganda jiq muzokaralardan keyin tuzilgan shu loyiha bo'yicha oxiri bular mushundaq mana ma'lum Ahmedjon Qosimiyninki shu aniq bir rasmkan ma forma. Ashundaq formasini bekitgan ma qishliq forma. Polkovniklarninki ana 2 baldaq 3 yulduz, mayorlarninki 2 baldaq 1 yulduz pagonda, podpolkovniklarninki 2 baldaq 2 yulduz mandaq shaklida. Beshidikisi ana kakar o'ttirisi ko'kish rangining ichida ay yulduz ilingan bularning hammasi. Ashundaq shaklda mo'risdagi pagon orqali bu askarlarninki ofitserlarning darajasini bilgani bo'ladi. Odatda 1 baldaq 3 yulduz bo'lsa kapitan bo'ladi, ashundaq. Bularning hammasi mundaq chiqqan chog'da bular jiq muzokaralashgan. Sovet ittifoqining harbiy maslahatchilari 2-Donba ular maslahatlarni bergan. Sharq Turkiston Cumhuriyeti milliy armiyasining qo'mondonlik shtabi qurilgan. Ularning maslahati bor. Harbiy ishlar idorasi o'zi, Ahmedjon Qosimiy bosh bo'lib, bular o'zi tuzib chiqqan. Sharq Turkiston hukumatı bu armiya qanday bo'lishi kerak degan haqida jiq muloyizalar o'tkazgan. Masalan, muhokamada Sharq Turkiston armiyasi bu Turkiya armiyasidan olayli buni deb ordu degan ismni qo'llanish fikrimi chiqqan ekan. Sharq Turkiston ordusi deb. Ba'zilar ma'vo O'rta Sharqning usullari bo'yicha elishni tashabbus qilganlar bor. Anadan keyin u chaqda dunyodagi kuchli armiyalar Sovet armiyasi, u vaqtning o'zida Uyg'urlar ko'proq biladigan armiya endi. G'arb Amerika armiyasi bor, Xitoy Gomindan armiyasi bor. Har xil armiyalar bor dunyoda. Shuni talash tortish qilib, eng oxirida kelgan qaror shu Sovet ittifoqi armiyasiningki modelni qabul qilayli degan shunga kelgan. Shu bo'yicha bu butunlay mutlaq Sovet ittifoqining emas, burunqi Char podshoning armiyasining ba'zi alayidliklarini birlashtirgan. Masalan, harbiy unvonda praporshik degan unvonlar bor. Ba'zi poruchik degan unvonlar. Bu poruchik, praporshik degan unvonlar, poruchik unvonlarini Sovet ittifoqi tashlab etgan, uni qabul qilmagan. Ular kapitan, leytenant, serjant degan shaklni qo'llangan. Ular eng tuvan Charusiyaning praporshik ashu. Anadan keyin poruchik, podporuchik degan ma unvon shaklarini olgan, qolganlar o'xshash. Endi bu yulduz shakli, Kakarninki, uni yana shu Turkiya armiyasininkiga azroq o'xshatgan. Shu vaqtda Osmonli emas, Turkiya Cumhuriyetining armiyasining shaklining mashunda beshidiki ay yulduz ashundaq ilingan shakl. U vaqtda Sovet armiyasining ayında jumaloq shakli bor, bosh yulduzdan boshqa jumaloqning ichiga ilingan shakllari bor. Shunga eng oxirida jiq talash tortishlar bilan bular ashuni qabul qilgan. Albatta Sovet armiyasininki modelni qabul qilish, harbiy unvon tuzumi, harbiy qurilma shakli masalan, bir polkda 3 batalyon bo'lish, bir batalyonda 3 rota bo'lish, bir rotada 3 vizvod yoki 4 vizvod bo'lish. Biz bir vizvodda 3 yoki 4 oddeleniya deydi. Xitoylar ben deydi, 10 endi. Bo'lish degandek bu shakllar. Bir diviziyada 3 polk yoki 4 polk bo'lish, bir brigadada 2 polk bo'lish yoki 3 polk bo'lish.
degandek. Anakin atliq qo'shinlarni tuzganda atliq qo'shinlarning shaklini, ya'ni shu Rus armiyasi, Sovet armiyasining shakli bo'yicha eskadron shaklini qo'llangan. Ya'ni atliq qo'shinlarda 4 eskadron bo'ladi. Uningda yana bir pulemyotchilar rotasi bo'ladi. Undan boshqa aloqachilar bo'ladi, shtab bo'ladi. Shuna o'xshaydi. Hatto ba'zida kichik minomyot bo'ladi. Atriti. Shuningdek, bu polklarda, piyoda polklarni atquchilar polki degan. Atquchilar Uyg'urchada shu vaqtlarda atquchilar polki. Atquchilar polki degani bu nima desangiz atquchi endi bizdek atquchi. Bu Ruslar uni strelkovoy deydi. Strelkovoy degani shu atquchilar degan gap. Shu shaklning tarjima shaklini olgan. Bu endi piyodalar polki. Buningda odatda 3 batalyon, 3 batalyon, bir batalyonda 500 dan 600 gacha bo'ladi. Uning tarkibida andan pulemyot rotasi, anadan keyin yana aloqachilar vizvod, izvod deydi Uyg'urlar. Anadan boshqa yana uningdagi ba'zilarda ba'zi polklarda bir minomyot atriti bo'ladi. Rota. Yoki bo'lmasa bir 2 zambirakdan tashkillangan yoki 3 bir zambirak atriti bo'ladi. Anadan boshqa shtab bo'ldi. Shunda bo'lib, bularningki umum askariy bir polkda askar soni shu eng ko'payganda 2500 gacha bo'ladi. Bo'lmasa 1600 dan 2500 gacha, 2300 gacha. Ya'ni bir muqim emas bu armiya shakli. Har xil sharoitda har xil o'zgarib turadi. Ya'ni urush tinch vaqtida bir xil, jiddiy urush holatida bir xil. Amanikin harbiy arqa saplardagi qo'shinlarda yana zapaslarda ayrim. Ashunda turlari har xil bo'ladi endi qo'shinlar. Ondan yana bizda yana divizion shaklini qo'llangan. Ma inglizlar division deydi. U diviziyaga tava, u divizion degan rus tilidagi. Bu asosliq atliqlarga ishiladi. Ya'ni atliq polklardan boshqa yana ayrim mustaqil divizionlar qurilgan, atliq divizion. Buning tarkibida ko'pinchisi 2 eskadron bo'ladi, atliq eskadron. Buningki normalda askar soni 500 dan 600 gacha, oz bo'lganda shu 400 atrofida bo'ladi. Anadan boshqa yana artilleriya divizioni qurgan Sharq Turkiston armiyasi. Ruscha shu artilleriya degani bu inglizcha so'z, bu Yevropada o'xshash. Bu art divizion deydi. Bu maxsus zambirakchilar. Uning tarkibida bronevik, tanka, bu bor. Anadan keyin minomyotlar bor, ig'ir, yenik zambiraklar har turli bo'lgan. Bu 45-yil 4-oyda qurildi degan bilan asosli tayyorliklar bitib bo'lgan vaqti 8-oy, 7-oy. Bu shu Kansay atrofida mashq qildirib o'rgatilgan. Bular bor. Bular milliy armiyaning eng muhim bir qismi. Chunki bu zambirak art qo'shini, artilleriya qo'shini bak muhim. Chunki dushmanning asos istiqomlarini, urush saplarini buzadigan mushlar oldi bilan hujum qiladigan. Bu 2-dunyo urushining rolini cho'ng ko'rsatgan bular. Bu qurildi milliy armiyaningki va undan boshqa yana ayrim yana mustaqil polklar bor. Shunda bo'lganda 1945-yili 4-oyning 8-kuni e'lon qilingan qurilib bo'lgan muntazamlashgan qo'shin shu vaqtning o'zida 7 polk, 5 batalyon. 5 batalyonningki hamda artilleriya, anadan muhofizat va anadan tungan va Mong'ol batalyonlari va ayrim. Qag'illar hamda polklar, misol Tekes polkidan 2si, birinchi, ikkinchi. Anadan 9 tara G'ulja piyodalar, ya'ni atquchilar polki, Suydan atquchilar polki, 4-chi atquchilar polki, 2-chi polk deymiz. Bular hammasi piyodalar asosli Uyg'urlardan tashkillangan. Sharq Turkiston Cumhuriyatining dastlabki bir urush aloyidligi, harbiy mushu aloyidligi bunday qaraganda bular asosligi nima ekan desangiz, piyoda qo'shinlarga ko'proq Uyg'urlar kirgan. G'ulji shahri atrofidagi Jelil yuzi, mushu rayonlardagi butun atroflardagi Suydan, mushu dehqonchilik qilgan Uyg'urlarning yoshlari mutlaq ko'p qismi piyodalar atquchilar qo'shiniga kirgizilgan. Atliq qo'shindan bor albatta. Atliq qo'shinlarda ko'pinchisi qozoqlar ko'proq kirgan. Askariy tarbiyada aloyidligiga odamlarningki. Qozoqlar demaklik kichigidilla at minado degan gap, ular otliq jagovarlik kuchini ayt kuchlik, ularda at mahorati albatta ularda.
Uyg'urlarni shimoldik Uyg'urlarni ko'p hamda ot maharati jihatda ular shu alayligini joriy qildigan. Anadan keyin Sovet ittifoqidan nurg'unlagan ofitserlar keldi. Masalan, mana bu kishi Mirzagul Nasirov deydi. Sovet ittifoqidan dastlab Toshkent atrofida tayyorlik qilgan Sovet armiyasining ofitseri, tugmallik odam bu. Kichik ofitser, Ikkinchi jahon urushi qatnashgan, bu 2 yillik jang maydonlarida bo'lib, urushdan qo'rqmagan bir odam, botir odam. Bu odammi shu Arambaq urushlariga qatnashib, kapitan unvoni olgan, nayt bir botir odam. Bu odam G'uljida qurilgan shu ayrim otliq batalyonninki divizionning komandiri bo'lgan. Bu Aqsuda jang qildi bu kishi. Sharq Turkiston Cumhuriyeti Milliy armiyasi dastlab qurilgan chaqda uninki sistemis qo'mondonlik shtabi albatta eng oliy qo'mondon Sharq Turkiston Cumhuriyetining davlat raisi Ilhom To'ram, u chaqda marshal emas, oliy qo'mondon bo'ladi. Xuddi nurg'un davlatlarga o'xshash davlatning prezidenti eng oliy qo'mondon bo'lgandir. Sharq Turkiston armiyasining qo'mondoni, bosh qo'mondoni general-mayor bu kishi Polinov, Ivan Georgiyevich Polinov deymiz. Rus Charovsiya armiyasining ofitseri. 18-yildan tortib G'uljida tug'gan. Charovsiya konsulxonasining G'uljidagi 100 kishilik otliq atirtininki komandiri bo'lgan odam. Nayt harbiy texnikasi ustun, Kazak o'zi, Kazak deganda Qozoq emas, Kazak. Harbiy pishiq. Uzun mezgil G'uljida tug'ashqa bu kishi Uyg'ur tilini nayt yaxshi bilgan, Uyg'urlar bilan nayt yaxshi do'stona munosabat o'rnatgan. 30-yillarda Shingsay armiyasi Ruslardan askar olganda bu uningga qatnashib, buning ham general-mayorlik unvoni bergan, shtabida ishlagan. Mundaq chiqqan chaqda 30-yillarda bu Charovsiya armiyasining sobiq ofitserlari G'uljidagi. Bular hammasi 30-yillarda Shingsay armiyasi tarafidan yig'ilib armiya bo'lib, ular Sharq Turkiston birinchi Cumhuriyetining jangchilarini bostirishga, Majongning Tungallarni bostirishga qatnashganda bular endi shu vaqtdagi Rusning bu tarixiy reallik. Ammo keyin bu amaliyot Xitoyga qarshi kishilarga aylandi bular hammasi. Polinov. Ondan keyin bu Sharq Turkiston armiyasining shtab boshlig'i bu Varsonov, Majarov deymiz. U Charovsiya armiyasining asli shtabist kapitan, poruchik, keyin kapitan. Keyin 30-yillarda polkovnik bo'ldi Shingsay armiyasiningki. Bular endi kasbiy harbiylar. Bular kasbiy harbiylar. Sharq Turkiston hukumatı ana shu yerliklashgan ruslardan nurg'un askarlarni oldi o'ziga. Askarlarni oldi, shularning hammani yig'ib keldi. Shularning hammasini aktiv Sharq Turkiston inqilobiga qatnashdi bu ruslar hammasi. Sovet ittifoqidan kelgan maslahatchilar u chaqda ko'zga ko'rinmaydi. General Ignarov, Lanfan, bu Petr Andreyevich Shibayev deymiz. Va bular hammasi odatda ikkinchi domda o'ltiradi, harbiy ishlarga oshkora chiqmaydi. Ilhom To'ramlar bilan raislar bilan ko'rishib turdi, so'zlashib turdi, maslahatlarni berdi. Bevosita ishlarga odatda qo'l tiqmaydi ko'rinish jihatda. Sharq Turkiston armiyasi dastlab qurilganda qurollar nachar. Har xil, har yangi qo'lga chiqqan narsaning hammasi qurollangan. Sovet ittifoqining setib olgan qurollar, ancha-muncha bergan qurollar, bu mana bu milliy armiyaning shu vaqtlarda ishlatgan har turli qurollari, yenik eg'ir tipdagi pulemyot, shu vaqtning o'zida minomyot turlari. Sharq Turkiston Cumhuriyetining orden medallarni turg'izdi, undan keyin ular har turli umuman bularningki alaydiligi shu vaqtdagi bak kuchning hammasidan foydalangan. Milliy armiya hamda deymiz, dastlabki vaqtlarda shunga askartish berib qo'yay. Milliy armiya. Bu qanday atalg'i bu? Dastlabki atalgan chaqda bu Sharq Turkiston armiyasi deb atalgan bu qurilgancha. Shunga ahamiyati Sharq Turkiston armiyasi deb atalgan askari. Keyin bu mushu 46-yildan keyin milliy armiya deb atash odatlanib ketgan umumyuzlik holda. Shu vaqtda Xitoy bilan bu tuzgan suhbat jarayonida, bitim jarayonida eng oxirida harbiy ishlarga oid kelishimni tuzishda oltimadlik. Shu vaqtda bu armiyani o'zgartimiz deb turib Xitoylar. Buni ili Altay, Tarbag'tay 3 viloyat armiyasi deb atayli degan Xitoylar. Degan chaqda Ahmedjon Qosimiy, Rahimjon Sabirojlar unumay turib, eng oxirida endi milliy qismlar deb atayli degan. Bo'lib deb shuningdan endi milliy askar, milliy armiya deyilgan. Milliy armiya deyilib, bular anadan keyin umumyuzlik holda milliy armiya degan atalg'i shu 46-yildan keyin umumyuzlik holda odatlanib ketgan.
Hem Şarkı Türkistan Milli Armiyasi deyilgan, Şarkı Türkistan Armiyasi, Şarkı Türkistan Milli Armiyasi. Hemmisi işletilgan, lekin Milli Armiyaga atalg'i biroz umumlashib ketib qolgan. Sebep şu. Bu Şarkı Türkistan Armiyasi 45-yili 7-oydan boshlab umum harbiy harakatni boshladi. Umum harbiy harakatni boshladi. Yani 3 front bo'yicha harbiy yurish plani tuzdi. Şarkı Türkistan'ni ozod qilish, janubda Aqsu, Qashqariya taraf, Qashqar, shimoldan Tarbag'day, Altay, o'rta yo'nalish bo'yicha nishon Urumchi, eng oxirgi nishon Shingshingsha. Yani aniq u Xitoyni butunlay qo'g'lab chiqarish, mustaqillikni butun Sharq Turkiston jumlaning hamma yerda amalga oshirish. U Manas bo'yida to'xtab qilish emas. Bu mana Polinovning komandirligidagi uningki asosliq muhofizat qo'shini komandirlar. Bular mutlaq ko'p qismi ruslar bu. Polinov o'zining yinda ko'pincha shtabning yinda mutlaq ko'p qismi ruslar bo'lgan o'ziningki. Komandir nima? Muhofizat nimasida. Bu shu mana Polinov, mana Milliy armiyaninki formallari bular ko'pincha ruslarma ko'rinishidiki. Lekin bundan biz nimani ko'ramiz desak, mayli rus olsun, mayli kim bo'lsa, bular hamma Sharq Turkiston armiyasi bu. Sharq Turkiston armiyasining qo'mondoni Polinov, uning endi kapitan, ular askarlar hammasi shu. Kim bo'lsa, Shiva, Mo'ng'ul, Tojik, hatto Tojikm bor, Dag'ur va boshqa rus emas, nimalarga musulmon emas millatlarmi bor, ular hammasi Sharq Turkiston Jumhuriyatining yeshil, shu vaqtda yeshil bayroq, oy yulduzliq bayrog'ini ko'targan Sharq Turkistonning milliy armiyasining, Sharq Turkiston armiyasining jangchilari bular. Agar bular urush qilib Shingshingshaga bordigan ish bo'lsa, buyruq bo'yicha bularimiz baratda o'xshashlar u. Harbiy buyruq. Men rus menma chatda turib turay yoki men qozoq menma Altay turib turay, men Xotanga bormayman deydigan gap yo'q. U milliy armiyaning alayligi bu muntazam armiya bo'lgandan keyin armiya buyrug'i nega desa shu yoqqa manadi. Bu milliy armiyaninki muavini ayığı keldi hozir gap. Endi bular bo'ldi. Ondan milliy armiyaninki shu vaqtning o'zida birinchi qadamda milliy armiyaninki muavin qo'mondoni Zunun Tiyipov birinchi qadamda 47-yilga kelganda 46ning oxirisiga kelganda uning Dilxon Sugurbayev birinchi muavin qo'mondon bo'ldi. Ondan milliy armiyaninki bosh shtab boshlig'i Majarov bo'lsa, uning muavini bir qancha qatam almashdi. Keyin Mehmet Emin Iminov muavin shtab boshlig'i bo'ldi oralikda bir mezgil. Ondan keyin milliy armiyaning harbiy ishlar bo'yicha muavin bosh qo'mondoni, nima siyosiy ishlar bo'yicha muavin bosh qo'mondoni Abdurahimjon Hasanov bo'ldi. Uyg'ur u kishi. Ondan keyin milliy armiyaning shu vaqtning o'zidagi har qaysi bo'limlari bor. Masalan, operativ bo'limi, qurilish bo'limi, arqa saf ta'minot bo'limi deymiz, harbiy tayyorlik bo'limi degandek. Bu bo'limlarning hammasining mutlaq ko'p qismi Uyg'urlar va boshqa millatlar. Masalan, harbiy ta'minotning boshlig'i polkovnik Faxriddin Rasulov, o'zbek kishi, u g'uljilik endi. Anadan boshqa milliy armiyaning harbiy sotning boshlig'i G'ani Batur, uning polkovnik unvoni bergan. Harbiy bosh taftishning boshlig'i Abdug'ofur Sabraji, Rahimjon Sabrajining aksi, u o'zi polkovnik, u odam bo'ldi. Hamma bo'limlarning shundoq o'zining alayligi bo'yicha dastlabki vaqtlarda bu bo'limlarning hammasi digida 1-2dan 3-4dan Sovet ittifoqining maslahatchilari bo'ldi. Ular bo'limlarda o'tadi, o'zining maslahatlarini berdi, aralashmadi. Har qaysi polklarning u vaqtdagi bu dastlabki qurilgan 7 polkninki 4-zapas polkning komandiri Qayumbek Xo'ja, bu Uyg'ur. Anon boshqa bu Tekes 1-polk, 2-otliq polk deganlarning bular Qirg'iz Issiqbek bilan kelgan. No'g'aybayev, Mavlanov qatorliqlar. 2-g'ulji otquchilar polkininki komandiri Nikolay Fidyayev, g'uljilik ruslardan. Uyg'ur tilini sudek biladi bular hammasi g'ulji uchun bo'lgan. 9 taraf polki deymiz, uninkimi Nusibxon Kunbayg'u deymiz. Shundaq. Uning muavillari Uyg'ur, aralash, qozoq, tatar, shundaq shaklda aralash bo'lgan bularning olaydiligi. Onun da batalyonun komandirleri Uyg'ur, ba'zininki muavini Uyg'ur, boshi qozoq yoki rus ashunda bo'lgan. Ayrish bo'lmagan, hammasi Sharq Turkiston uchun undaqliqi bir qo'shinda har millat bo'lib, unda bir-birini ayriydigan ishlar. Sen qozoq, sen Uyg'ur, sen qirg'iz, sen Mo'ng'ul deydigan ish yo'q. Mo'ng'ul batalyonining komandiri Erde Bulgunov degan
o Mongol adam Uygurçunu Sudek buldu şu Gulcuda şu atrapla çoğ olgan börtalalık. Adam Tungan atlık batalyonunun komandiri Kerim Hacı, Gulculuk bu Tungallardan Kerim Hacı Davazov deydi o Karakolluk. Özü Uygurca yazdıgan Uygurdek onun mensurulumu yok deyimiz mavini. O şunun okşaş. Bula emmisi bulalıqı undaq bir ayrışla bolmagan o vaqtның özüde. Asası süngek, asası gevde Uygurlar elbette. Bunundaki asası yadro Uygur. Şunun etrafını muşundaq etrafını yadro qılıp bula aşındaq küçeygen ayrılgan. Onda bu iş pek mühim de o çağlarda. İlhan Törem baş bolup ilan qıyğan 5-9 maddalıq müstaqillıq xitabnamesida milletlerinin baraberligi, hem dillarına hürmet kıldığanlığı enik jakallangan. Bu xitabname bütün hem milletninki qabul qilishig'a alqışga erishgan. Xitoydan boshqa millatlarning hammasi alqışga erishib, hammasi aktiv o'sha jangga qatnashgan. Hatto G'o'jadagi Xitoylarni keyingi vaqt qanchaqda o'l Xitoy aholisimi hammasi degidek boylari pullarini yig'ib hukumatga iona qilishga boshlagan ular. Iona qilishga boshlab, o'zini manda qilib ko'rsatishga boshlaganda sodiq ekanligini. Elbette o Gomindan Xitoy hokimiyati bo'lgan bo'lsa, ular hargiz unda qilmaydi endi o. Shu vaqtdagi sharoit ashuna qilgan. Qisqasi mayli Ilhon To'ram bo'lsin, keyingi Ahmadjon Qosim davri bo'lsin, uning oldiga Ilhon To'ram davri bo'lsin, hamma dillarga, millatlarga o'rtaq muomala qilish, hargiz ularni chat qoqmaslik ashuna bo'lgan. Shuni armiyaningki qurilishiga boshlayaq ahamiyat bergan u kishi. Ahamiyat berganda masalan her bir qo'shin mengishning oldida sapga otlandı. Oldidan bu shimolga yurish qo'shini otlandı. Shimol mandani Polinov komandiri bo'ldi. Kengsay 3-atliq polk. Uning qo'shinining ichida yana birisi qozoq, yana biri Polinovning qo'liga topshirdi. Polinov ondan bulni boshlab shimolga yurish qilib, cho'chak bu joylarni ozod qildi. Endi bu janubga yurish qo'shini va o'rta yo'nalishli qo'shin. O'rta yo'nalishli qo'shinga asosligi bu Saqbekning komandirligidagi 2 polk, anikin G'ulja bu zapas 4-polkining qo'shinlari, azroq 2-polkning qo'shinlari ana qatnashdi. Shimolda bu Jing Shihodagi Shihol liniyasidagi Gomindanning asos qo'shini buningga qarshi Sharq Turkiston hukumati shu vaqtning o'zida kimni G'ulja piyodalar 2-polki va Suydun 1-chi piyodalar polki, anadan keyin cho'chak 6-polki deymiz, artıq yenidan qurilgan. Anadan keyin Mongol divizyoni mushqa qo'shinlarni ajratdi. Bular asosligi bu Shihol liniyasida urush qildi. Shihol liniyasidagi asosli jang qilguvchi qo'shin shu Suydun qo'shini, Suydun polki. Bular nayt batirlik ko'rsatdi, baqirilib ketdi bular. Bularni 9-ayninki 8-kuni kelgan chaqda Shihoni ozod qildi bu qo'shin. Janubdagi bu janubroq taraf hamda Jing yo'nalishiga qatnashgan qo'shinlarni Jingdagi Gomindanning bir diviziya qo'shinini u yerda tarmar qildi. Bir diviziyani Shihol liniyasi tarmar qildi. Umuman shu bu tafsilotlar bek uzun tafsilotlar. Milliy armiya toki 45-yil 10-oygacha bo'lgan oralıqda bu ilida qurilgan milliy armiyada bu dastlabda albatta bu ili viloyatida qurilgan bular. Bu armiya shu 3 frontninki 2 fronti bo'yicha urush qilib 10-oyga kelgan chaqda bütün shimolning hammasini ozod qilib bo'ldi. Shimolda Altay tavasi kelgan chaqda Osmon Boturning komandirligidagi Dalqon Boturning komandirligidagi qozoq qo'shinlari bilan birlashdi. Birleşip ular Altayni asosiy jihatdan ozod qilib bo'lgan, ko'p qismini olib bo'lgan. Burchen bu joylar Qaba noyillarini tek olanmagan, Sarsunbi shahrini ko'p qatim qo'rshav qilib olanmagan milliy armiya kelgandan keyin u yerda Gomindanninki 3000 dek odam ilgari keyin hammasi qurollarni tashlab taslim bo'lib, shuning bilan bu joy Sarsunbi jang olmay ozod qilindi. Umuman şu vaqtning o'zida Sharq Turkiston armiyasi 45-yil 10-oyga kelgan chaqda bütün shimolning hamma joyini Altaydan tortib, janubda bu Altayning janubiy qismi bu Guching'gacha tutishadigan Urumchi atrofidagi rayonlar, sharqda bu Manas daryosi liniyasiga 60 kilometr liniya bo'yicha bu joylarning hammasini bir tutash qilib bo'ldi, ozod qilib bo'ldi. Shu vaqtning o'zida bu jangga qanchalik odam qatnashdi anda bo'lsa degan masala bor.
Şu vaqtdagi Xitoy armiyasining odam soni qanchalik degan. Şu vaqtning o'zida Xitoy armiyasining butun shimolda Sharq Turkiston armiyasiga jang qilgan qo'shinlarninki umumiy nomda 4 dan 5 diviziyagacha qo'shini bularninki. 4 dan 5 diviziyagacha qo'shini. Bo'lib, mushu Shixo Jing liniyasining o'ziga o'rinlashtirilgan qo'shini 20 mingdan ortiq muntazam qo'shin bularninki. Bu haliqi burun qo'shindan boshqa ama ilidi mag'lub bo'lgandan keyingi yana yangi o'rinlashtirgan qo'shinlar. Bularning hammasi demak Sharq Turkiston armiyasi dastlabki o'zininki 7 polk, 5 batalyoni bilan jang qilib, mana mushu saplarning hammini bichit qilib tashlabdi. Son jihatda milliy armiyaning soni Xitoy armiyasining sonidan oz. Qurollari uningdan nachar. Harbiy texnika, harbiy saviya jihatdan olganda Uyg'ur jangchilari aran 2 oy, 3 oy harbiy mashq ko'rgan. Qozoq jangchilarimi o'xshash 2-3 oy mashq ko'rgan. Uning ichida partizan bo'lib urush qilganlarning soni ozroq. Hammasi yangidan elingan askarlar. Demak, 2-3 oy harbiy mashq qilgan shu askarlar bilan Xitoy armiyasining, Gomindan armiyasining 20 ming, 30 mingga yaqin armiyasi hamda butun shimoliy saptiki 40 mingga yaqin armiya deydi. Har xil buning ichida Shingsay davridan tortib qolgan armiyasi bor. 10 necha yillik chiniqqan askarlar. Anadan keyin bu Shanxi, Gansu rayonlarida harbiyga ilinib 37-38 yildan tortib harbiy xizmat o'tayotganlari bor. 40 yillarda harbiy xizmat o'taganlar bor. Bular necha yillab harbiy mashq qildirilgan odamlar. Har xil qurollarni ishlatishni biladi, muntazam bir armiya. Qurollari ilg'or, sistemlik, aloqa aslahalari yaxshi, radio apparatlarida so'zlashib turadi. Bularning qo'mondonlarining hammasi yuqori harbiy saviyaga ega odam. Masalan, generallar bor-ku, ha, ular. Albatta, 29-gruppovoy armiya deydi. Shu armiya Jitvanjun deydi Xitoylar. Shu butun shu Sharq Turkistonni bostirishga shuni sağan Jankaysh o'zi belgilab, Qo'zg'onamninki qo'shindiki bu Litejun deydi, general leytenant, bu nait harbiy mayır adam, bu puxta nait o'zi harbiy texnikasi ustun. O qarmog'ida yangi 2 armiya deganni qurdi. Uning Sheyeving deganni bekitdi, general mayor. Jangga o'rinlashtirgan 45 polk nima diviziya bu 3-4 polkdan tashkillangan. Buningga general mayor Guchi bu 30-yillardagi ba'zi yaponlar bilan urushgan. Bular hammasi Qongpu harbiy maktabiniki bitgan 20-yillardan tortib askariy xizmat o'tagan cho'ng generallar bular, puxta pishqan. Shunda bo'lib, shularning hammasi bichit bo'ldi. Ularning qo'l ostidagi polkovniklar, polk komandirlari bor. Bular hammasi degidek asirga tushdi. 20 ga yaqin polkovnik, asirga tushgan 3 general mayor darajalik odam va undan boshqa yana nurg'un mayor, podpolkovnik deganlarning soni ko'p. Albatta bularniki. Bularning hammasi mag'lub bo'ldi urushda. Bu mag'lubiyatni ular albatta o'zining yuqori qo'mondonlikqa ma'lum qilgan chog'da Sovet armiyasi bilan urush qildik biz. Biz urush qilganlar Sovet armiyasi deb menda yolg'ondan ma'lumot qilgan. Chunki Jankayshi bu urushda mag'lub bo'lavergandan keyin, qichivergandan keyin askarlarning hammasini komandirlar, mag'lub bo'lgan komandirlarni naq maydonda etib tashlash deydigan buyruqni tushirgancha. Bu xuddi Stalinning 41-yili German armiyasidan Sovet armiyasi mag'lub bo'lib, orqa-orqadan top qechib askarlik qilgan chog'da oxiri bo'lmay Stalin bir qadammi chekinishga yo'q, ruxsat yo'q deydigan buyruqni e'lon qilgan. Shuning bilan shu har qanday askar, ofitser orqaga shunday chekinib mangdimi, naq maydonda etib tashlangan. Ularning orqasiga haliqi pulemotlik maxsus qo'shinlarni qurgan, chekinganlarni etib mangdigancha NKVD. Shunga o'xshash Jankayshi ashunda buyruq e'lon qilgan. Har qanday komandir jangda yengildingmi, naq maydonda o'ltirish degan buyruqni bergan. Unda bo'lgandan keyin mag'lub bo'lgan va polk komandirlari ular mayor tövini yuqorisiga, mayori, podpolkovnikiga, polkovniki, generaliga biyoq biz bilan urush qilganlar O'rus banditlari, Sovet banditlari, Rus banditlari bilan urushdik biz. Bu yerliklar bilan urushmidik deb o'zini. Anda qurollar qilgan, anda yomonken, manda qurol bular, anda minomyot ishlatdi deb yolg'on parchalarini ko'tarib kelib, bu urush bu xalqaro urush deb atagan bular. Ashunda deb yolg'on ma'lumotlarni, ko'p turib ma'lumotlarni manda qilib o'zini oqlashga uringan. Ammo shunda bo'lsam jazolanganlar ko'p.
Lekin bularning ichida Li Yushang deymiz, bu Li Tejullarning maxsus markazga yo'llagan dokladlari bor. Dokladlarning hammasida shuni aniq degan. Lekin ular hammasi o'xshashlan bu milliy armiyaning baturligini, bu illi banditlar deydi, bu o'g'rilar deydi, ular ham har xil haqorat so'zlarni hammani ishlatgan. Bularningki yanılan baturligini, qahramonligini ular ko'z yumolmagancha. Masalan, shu nimidagi janglarda, Kangsaydagi janglarda Gomindanning askarlari intayin fojialik mag'lub bo'lgan. O'sha tanklarni ish qilgan, Kangsay shu talqidan o'tkazmagan uni. Az sondagi partizanlar, 500 dak odam, buning ichida Leskin, G'ani Batur hammasi qatnashdi buningga. Uyg'ur, Rus va boshqa Qozoq, Chaqanbay deymiz, Qozoq baturlari. Tursun Uyg'ur baturlari bular, tatarlar bor, Ayto'g'an, Yunuchi va boshqa ulardan boshqa hali ko'p odamlar bor. Hammasini ismini sanab bo'lolmaymiz bu yerda, bir-birlab vaqt ketdi. Shular o'tkazmagan shularni. Nima degan joyda Gomindanning qo'shinlari jang qilishni bilsimi, lekin qishliq havo klimati jang qilishni bilmagan ular. Yiliqi palaylari, masalan, palay taqib bersa, palayning qo'lini bunda barmoqlarini chiqarib olmaydigan palayni evatib beribdi ekan bu ahmoqlarga. Shuni ular u palaydan qo'lini chiqarib olsa, miltiqlarda qo'llari to'nglab qolgan, bu 30 0 tuvan 30 gradusda. Qarliq bitib qolgan, qarilib yugurolmagan bularchi. Shuni ular o bizningki u vaqtdagi partizan armiya emas, muntazam. Partizanlarimiz ularni qarg'a etib o'ynaganda hisobda bunday qilgancha. Nurg'un bizning u vaqtdagi qozoqlarning marganlari borligi, Uyg'urlarning marganlari bor, Ruslarning koni askariy marganlari bor mashq qilgan. Ovchilar bor shu. Bu ovchilar uchun undaq nishon degan o'ljida u. Shu to'nglablan bularning chiqi havo klimatida bitchi to'lab ketgan bular. Amaliyotda qoral jihatni olgan chaqda partizanlarning nayti oz. Masalan, Sovet ittifoqidan kirgan No'g'aybayev deganning polkovnik shuning G'ulja 1945 birinchi oyning 17 kuni 19 kuni Sheyevning komandirligidagi bu 1-3 polkda qo'shin bular ma'vu jing orqali ma yo'llardan bo'sib bular G'uljining bu janub taraflaridan tushib bular G'ulji shahriga hujum qilib keladi-chu, bu Achal dovoni orqali. Bularning maqsadi Arambog'dagi Gomindan qo'shinlari bilan mala birlashib ichki tashqi jihatni Sharq Turkistonni yo'qotishdi. Shu vaqtda G'ulji shahrida bir xatarlik vaziyat shakllangan. Sovet ittifoqidan kelgan maslahatchilar darhol tashlab berib ketish maslahatini bergan. Masalan, Nikolay Arxipovich Prokopyuk deyilgan birisi bo'lgan, u Sovet ittifoqining qahramoni. U German armiyasi bilan toki 44-yilgacha jang qilib, partizanlik urush qilishda qahramonlik ko'rsatganligi uchun uningga Stalin Sovet ittifoqining qahramoni degan oliy ordenni bergan odam endi. Shu maslahatchi, shu Ahmadjon Qosim nima? Ilhom To'riga biz qachaylarni yaxshi tashlab berib, Gomindanning bir diviziya qo'shini kelyotdi, biz qarshilik ko'rsatmaymiz degan chaqda Ilhom To'ram rahmatli deydi ekan, qochmaymiz deydi ekan. Biz mushada o'lishimiz kerak. Siz qaçsangiz siz qechin deydi. Shuning bilan tavrinish bo'lganda Ilhom To'ram, Ahmadjon Qosimi, Abdurauf Maqsum Ibrohim qatorliq, Rahimjon Sabiraji qatorliq bir qism hukumat a'zolari qat'iy Ilhom To'ram bilan birlikda biz qochmaymiz, oxirgi so'qishimiz mushada oxirgi so'qishib ya o'limiz ya ko'rimiz deb ching to'g'andan keyin shuni bilan Issiqbekni chaqirib kelib, Polinovninki ondan oldin to'sishga odam yuvadi. Shuning bilan darhol butun G'ulji xalqini qo'zg'aydi. Butun G'ulji xalqi, G'ulji shahri, atrofidagi xalq, yezi qishloqlardagi qiri yosh hammasi kechilardagi mashallarni yondirib, tog'-tog'lardan chiqib, urra tovlab, uchoqdan Allohu akbar deb tovlaydi odamlar. Ashunda tovlab, urra tovlab qilgandan keyin Achal orqali kelgan ikki polkdak askar ilgari keyin 3 liniya bo'yicha keldi. Ular Plichxon degan yerga kelib qoldi G'uljining yendiki. Ammo G'uljilik qarindoshlar yaxshi bilasizlar bu joylarni. Biz faqat kitoblardan o'qib hayajonlanamiz. Sizlar o'z ko'zinglar bilan ko'rib hayajonlansa o'zinglarning jutonlar albatta biz berib baxmoq. Shu joylarda 20 kilometr kelib qoladi Arambog' shu joyga. Uning ichidagi Xitoylar bular radio bilan aloqalashib turdi bular. Agar tang sog'an bo'lsa, G'ulji shahridagi qurolsiz bu xalq balkim qirilib ketishi mumkin deyishkisi. Mana shunda halqiliq paytda bular oxirgacha qo'zg'alib, xalq qo'zg'alib, shuning bilan kelgan Gomindan qo'shinlarini oldin to'sidi ular, hamma yer qo'g'lab bulan vayron qilib o'tdi. Arambog'dan chiqqanlarni ularni to'sib qo'g'lab o'tdi. Shuning bilan bu Xitoylarning tunji qatim Sharq Turkiston Jumhuriyatini yo'qotish
operatsiyasi mag'lub bo'ldi. Bu operatsiyani Litejun o'zi Bayatin degan general-leytenant o'zi belgilagan. 5 yo'l bo'yicha G'oljini Sharq Turkiston Jumhuriyatini yo'qotish harbiy operatsiyasi. General Li Yushang'ninki 2 yo'linish bo'yicha ma'vo Arshang tarafdan tushib, talki bilan o'tib yo'qotish operatsiyasi deydi. Bularning 2 yo'lliq va 5 yo'lliq yo'linish bo'yicha hujum qilib yo'qotish operatsiyalarining hammasi bitchit qilib tashlandi shu vaqtning o'zida. Shu vaqtning o'zida No'g'ayboyevninki aslimisida Ruscha qo'lamda bordi. O'sha bir yerda bor bu kitob. Aslimisida deyilishicha, shu aslimisida deyilishicha, bu Ruscha kitob, bular masalan shu mana shu qatlab qo'ygan yer ekan, foydalangan. Buning da deyishicha bu Polimovning buning da deydi. Mening qo'lamdagi askarlarda deydi, 3 odamda deydi. 1 miltiq var deydi. Bizningki faqat nechimizning qo'limizda avtomat qurol bor deydi. Biz bular bilan qanday urush qilamiz? Shunda xatarlik vaqtda deydi. Shuning bilan bu odam deydi, dushman bak kuchli. Biz qanday yengamiz deb turganda bu bizningki yerlik bu partizanlarimiz nayt batırlıq ko'rsatdi. Boshda uni jang qilish unimi de qiziq bir yumoristik narsa deydi. Uning bir komandiri Shibayev deb qirg'iz shu nimadan kelgan. Alg'a deb buyruq berdi ekan. Askerler buyruq berganda ular unumaydı ekan bizning Uyg'ur partizanlar. Unumay Sovet o'zang deydi ekanda. Chunki ularning 3 odam, 4 odamning qo'lida 1 miltiq bor. Oldida do'ngdi to'g'ini pulemyotli Xitoyning askarlari. Shuning bilan u komandir partizanlar uning gapini anglamagandan keyin amal yo'q bu Shibayev degan komandir bilan yana birisi ikkisi ularning Sovetdan kelganlarning qo'lida birisinikida avtomat, yana birisinikida kichik yenik pulemyot bor. Bular ikkisi o'tdi ekan, o'tib shuning bilan birisiga o'q tegib o'ldi ekan, birisi yarda bo'ldi ekan. Angacha bizning partizanlarimiz oqidan andin hujumga o'tib, shu bir do'ngni egallab, G'oljini ozod qildi ekan. Hamda shu joydagi Gomindan qo'shinlarini yo'qotishda naychon bir asli qo'shidi ekan. Bu Haramba urush bek mashhurg'i bu Haramba urushni. No'g'ayboyevniki ma'vu hamda tasviri nimani tushuntirdi deganda meningki sizlarga demoqchi bo'lishimdagi maqsad shu vaqtdagi bizning partizanlar deyildi. Qurollarning yo'qligidan bo'layotgan ish. 4 odamning qo'lida 1 miltiq bor degan gap qanday urush qilgani bo'ldi. Demak, bu yerda bir qahramonlik, boturlik bo'lmasa, o'zini taqdim qilish ro'yi bo'lmasa, hargiz tish tirnag'ich qurollangan bir dushmanning oldiga 4 odam bir dona miltiqni ko'tarib jang qilib o'tgani bo'lmaydi. Ammo bular mana ashunchalik Uyg'urlar shu vaqtning o'zida Sharq Turkiston partizanlari Sharq Turkiston Cumhuriyetining o'z vatanini o'zining ozodligi uchun ana shunday qilib baturlik bilan jang qilgan. Buni general Li Tejun o'zininki yuqoriga yo'llagan dokladida, jang qilishga yo'llagan dokladida bu o'g'rilarning qo'lida ba'zilarning 3'ning qo'lida 1 miltiq bor deb ma'ni e'tirof qilgan bular. Shunday. Qisqasi endi bu milliy armiya 45-yil 10-oygacha ana shunday yalarni ap bo'ldi. Endi janubga yurish bo'yicha janubga cho'ng qo'shin ivatmi dastlabda. Janubga faqat 150 dak odam ilgari keyin 30 dak G'oljidon qo'shilgan Sopaxunninki Gomindangning askari bular asli 100 dak o'zi bilan birga yaxshi qurollarni olib qochib kelganlar bularni qo'shib andin yana bir 30 dak razvedkaga evatgan Tezaktor degan komandirning qaramog'idagi qo'shinlar bo'lib shu 150-160 dak odam uning hukumat xodimlari u bular bo'lib 200 dak odam janubga Oqsuga yurish qildi. Bular 8-oyda. Ularning qo'lida baqoral bir 8 dak yenik pulemyot, bir dona aran 200 metrga o'q tushadigan minomyot, qag'illarning hammasi qo'lida miltiq, ozroq odamda bir avtomat. Bo'lganini hisob qilmaganda o'qlarimi, qurollarimi nachar bak kuchli emas. Shunchalik 150 odam tushib, Tangir tog'laridan otlab, bu oldi bilan Boyninki Qiyir degan yerga tushib, shu joydan tuyuqsiz kirib, Boyni elib, ozod qilib, u yerdan yangi kuchlarni qo'shib, 45-yilda bu 8-oyning oxirisida. Eng oxirida analikin bular qo'rg'onni ozod qildi. Qo'rg'onning ozod qilinishi bilan janubga yurish qiladigan yo'l ochildi. Muzdavonning yo'lini egalladi bular. Muzdavonning yo'lini elib, ili tarafdan qo'shin keladigan yo'l ochdi. İçib eng oxirida bular andan Aqsu Konisha, Aqsuga yurish qildi. Asli bularda Aqsuga yurish qilamizmi, Ushturupga yurish qilamizmi, Kuchaga yurish qilamizmi deganda jiq talash tortishlar bo'lgan. Bular bilan ikki Sovetning maslahatchisi kelgan. Birisi Iskandar, yana birisi Zakir.
Zakir degende Pyotr Ivanovich Savin. Yana birisinin ismi Ivan Ivanovich Ivanov bu isim. Lekin o İskender deb isim qo'yib olgan, ma Zakir deb isim qo'yib olgan. Bular tatarchani obdan so'zlaydi. Savin degeni Issiqko'l bo'yida cho'ng bo'lgan, Uyg'urchani yaxshi biladi, o'zbekcha bu tillarni yaxshi biladi, Uyg'urning mijozini bildigan odamlar. Bularni 30-yillardagi voqealarga qatnashtirilgan odamlar bular. Bu ikkisi maslahat cho'lab keladi, maslahatlarni ular beradi, ammo qo'rg'on deb bo'lgandan keyin bular yuqoridan endi Oqsuga yurish qilamdiq, qilmamdiq degan buyruqni so'rash uchun G'uljiga ketganda bu Sopaxun Sovrov, Qosimjon Qambiri, Abdukerim Abbasov, Damulla Razi bu to'rti boshlagan qo'shin. Sopaxun Sovrov otryad komandiri, Qosimjon Qambiri hukumat vakili, Abdukerim Abbasov siyosiy komissar, Damulla Razi diniy rahbar bunday şekilde. Shtab boshlig'i Husayn G'azi degan kishi bo'lib bir eskadron endi azroq. Bular qo'rg'onni olgandan keyin qo'rg'ondagi Gomindan qo'shinlarining ichida 200 dak odam bo'lsa, uning ichida bir 90 dak Uyg'ur yo askar bor. Bu Uyg'urdek askarni shu yerda Damulla Razi hammasini qaytadan iymon yetkazib, chunki Gomindanning askari bo'ldi degan gap, hammasi o'ziga bizdan Xitoychisin qo'yib olgan. Ajansin, Aveymin, Abijnima, Axonming degandek shu Uyg'urlarga endi ism qo'yib qo'ydi-ku Xitoylik uchoqda. Xitoycha ism ko'pinchisiga. Ularni qayta tushuntirib, biz bandit emas, o'g'ri emas, Xitoylik kallangni juyitibdi, biz mendaq vatanni ozod qildigan jangchilar deb ularga tushundirgandan keyin ular iymon etib, tavba qilib, iymon etib qaytadan shu Muzat daryosining suyida shuni tag'izib bularni. Anaga qilgandan keyin bularning hammasi milliy armiyaga qatnashadi. Bu tayyor askarda bu Gomindanning hamma qurolni ishlatishni biladigan pishqon bular, askarlar bular. Shuning bilan bular kuchlandi. Ondan qo'rg'on atrofidagilarni yana bir qism odamlarni elib, ondan o G'uljining buyrug'ini kutmaylar, ular ondan bu Sopaxun Sovrov, Qosimjon Qambiri, Damulla Razi, Abdukerim Abbasovlar maslahatlash bo'ldi bu Oqsuga yurish qilaylik deb Oqsuga yurish qildi. Kuchaga yurish qilgan bo'lsa, ular Kucha yo'lini to'sayli degan maslahat bo'ldi. Lekin Kuchada Gomindanning qo'shini kuchliroq deyilgandan keyin eng yaxshisi Oqsuga yurish qilaylik deb Oqsuga mangdi. Uchturpanni elish tarafdori bo'lganlar Uchturpanni ozod qilib bersak, men Uchturpanlik men jutumni yaxshi bilaman. Uning chegarasiga yaqin, chegarasi 70 kilometr Sovetga. Agar urush yengilib qolsak, ashaqdan Sovet tarafga o'tib ketsak bo'ladi deganda, bu Abdukerim Abbasovning maslahati bu. Sovet maslahatchilar deydi. Yo'q deydi-da, undaq qilishga bo'lmaydi. Chunki u yoqdan Sovet qassa, u yoqqa chenib qoladi-da bular. Mag'lub bo'ldi. U yoqda Sovet aralashdi deganga fakt bo'lib qoladi. Shuning uchun mush qo'rg'onni ozod qilamiz, mush qo'rg'onni elib chekinsak, G'uljiga chekinamiz degan maslahat bo'yicha. Shunda bular Oqsu Konishyanini elib, Oqsuni qo'rshav qilib, dangliq Oqsu qo'rshav urushi 1945-yil 9-oyning 2-kunlaridan boshlangan bo'lsa, Ramazon ekan, ro'za kuni shu vaqtda boshlanib, taki aralıqda bir chekinib, yana qo'rshab, u bu bo'lib 45-yil 10-oyning 12-kunigacha bir oydan ortiq 14-kunigacha davomlashadi bular. Davomlashib, bu Oqsuni shaharni ololmadi. Buningdagi turli sabablar bor. Gomindanning Oqsuda bir polkdan ortiq askar, qo'shimcha yana bir yangi to'liqlagan askar bo'lib, shu 2000 dan ortiq askar bor. Ammo bizning bu G'uljidan kelganlarningki qo'shinning askar soni keyin ko'paytirilgan bilan bir polk askarga yetdi deyilgan bilan uning qo'lda bor qurollarning hammani yig'sa shu 5-600 dona shunchalik qurol. Keyin Mirzgul Nasirovningki bir divizionni evatdi Boyga. Boydan tushib ular Kucha atrofini to'sab, Kuchadan keldigan Xitoy qo'shinlarining oldin to'sibdi deb, bo'lmasa Kuchadan qo'shin kelib bularni yengib o'tishi mumkin. Mana bu shunda bo'lib, eng oxirida bu Oqsu shaharni ololmay qoldi. Angacha vaziyat o'zgardi. Angacha milliy armiyaning urush qilish buyrug'i to'xtatildi, tinchlik suhbati boshlandi. Shuning bilan bu qo'shin Oqsu atrofida g'alaba qilolmay, garchi shaharni ololmasa-mu, Konisha, Bay, Noyillarni ozod qildi, Oqsu shahar atrofidagi yezlarni ozod qildi. Bundaq chiqqanda Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining bayrog'i Kuchadan tortib Oqsu shahar atrofigacha bo'lgan barliq joylarda lapildidi. Hamma yezi qishloqlar ilindi. Amaliyot bu joyda 600 mingdak nüfus var Oqsuning shu vaqtning o'zida. Balkim 100 ming kishilik
70-80 ming kishilik kam deganda qo'shin qurish mumkin edi. Lekin o'q dora qurol bo'lmaganligi uchun keyin ko'p qatam odam uyatgan bo'lsa-mu, G'ulji tarafdan ularga hech qanday qurol, o'q, bu kelmadi. Aqsu sepilni portlatadiganga qurol kelmadi. O'q. Sabab nima degan chaqda Sovet ittifoqining bu maslahatchilarining Sovetning planida Aqsuni elib o'tish plani yo'q ularning oxirida. Agar ular o planni o'zgargicha elib o'tgan bo'lsa, ololgan bo'lsa, dastlabdan bo'ladi. Lekin ololmay qoldi. Shuning bilan o'qlari tugab, ularga yordam kelmay, bu ikkinchi dom Aqsudagi ishlarning oxiri ashunday tugishiga sabab bo'ldi. Endi yana bir qo'shimcha qiladigan eng muhim tema mush 45-10-oygacha bo'lgan ishlar. Keyin ondan ozroq milliy armiyaning keyingi ahvolini so'zlaymiz. Endi bu urush, janubdagi urush Aqsud bilan bo'ldimi degan bir savol. Ko'pincha bizningki qarindoshlarimiz, ko'pincha bu tarix havaskorlari bu Uch viloyat inqilobiy tarixi, Uch viloyat inqilobiy degan kitoblarni o'qib, shuningga yozilgan aslimalarni o'qiblam, bu ish faqat shu G'ulji Cho'chak, Ili, Tarbag'atay, Oltay shu rayonda bo'lgan, Uch viloyatda bo'lgan, Uch viloyatning ishi edi. Xitoylarmi buni tarixchilarimiz, siyosiyonlarimiz deb Uch viloyat inqilobi deb iliqi doirasini kichikiltib, bir oddiy ishda qilib ko'rsatgan. Lekin undaq emas. Bu 45-yil, 10-oy, 46-yilning 5-gacha bo'lgan oralig'da bu inqilob shu vaqtda 10 viloyat bo'lsa, 10 viloyatning kam deganda 9 viloyatning atroflarining hamma endi yongan bu yongan. Hamma yerda bo'lgan. O'xshamagan darajada. Endi bu qurolliq urush milliy armiyaninki Sharq Turkiston hukumatiningki urushi yolg'iz Aqsu atrofidan bo'lmadi. Sharq Turkiston hukumatining yana janubiy urush sepi bor. U janubiy urush sepi qayerda desangiz, Toshqo'rg'ondan boshlanib Qashqa, Yakan, Qog'liq liniyasidagi urushlar. Bu urushlar ko'p odamlar hozirgacha ko'p demaydi. Men kitobimninki bu Uyg'ur umumiy tarixininki Sharq Turkiston Cumhuriyeti umumiy tarixi qismi, bu 7-tomi ham 8-tomi. Buning o'zida mushu Qashqariya, ya'ni janubiy yo'nalishdagi urush Toshqo'rg'ondan boshlangan, Yakan, Qashqa, Qog'liq, Opal, mush Toshmiliq atroflaridagi janglar, Yengsa atrofigacha bo'lgan butun jang mush taxminan 45-yil 8-oyning oxirisidan 46-yil 6-oyning o'rtalari oxirisigacha bo'lgan oraliqdagi butun urush ahvollari o'zgarishlarni men 200 necha bat atrofida 50 batga yaqin maxsus shu vaqtda yozdim. Endi bu 8-oyninki 16-kuni, ba'zi manbalar 8-oyning 22-kuni deydi. Bu Sharq Turkiston hukumati janubda bu Qashqa yo'nalishida harakat qilishni boshlagan. Bu Sharq Turkiston hukumatining harbiy plani asli bu. Plan bo'yicha asli Ilhon To'ram bu Sovet ittifoqining maslahatchilari shu vaqtdagi 2-domda general Ignarovlar bilan so'zlashib, bu janubda harakat boshlaylik, bir fursatni o'tkazib o'tmaylik degan taklifni berganda, bu Sovet ittifoqi maslahatchilari ilojim bor buni janubni orqaga so'zidi bular. Janubda ish bo'lishini taklifini ular. Chunki u vaqtda Sharq Turkiston hukumatining butun harbiy huquqlari, harbiy boshqarish, idora qilish huquqi milliy armiya muntazam armiya bo'lgandan keyin shular asosli shular kontrol qilgan. Komandirlardan tortib, bu haliqi bir muntazam armiya bo'lgandan keyin bir boshliqqa bo'ysundigan. Vizvod avo 10 kishilik otryadningki boshlig'i askari 10 kishining boshlig'iga 15iga 30 kishilik 30ninkiga uning yuqorisi rota komandiriga uningisi batalyonga shunday bo'ysunda harbiy intizom buyruq bo'yicha bo'ysunmagan odam jazolandi. Shunda sistem bo'lganligi uchun ular harbiyni nihoyatda yaxshi kontrol qilgan bular. Ilhon To'ram maslahat bergandan keyin Ilhon To'ramninki oxirgi talabi shu vaqtda Sharq Turkiston hukumatiningki talabi bo'yicha yolg'iz Ilhon To'ramning talabi emas, albatta bu Sharq Turkiston hukumatining talabi bo'yicha oxiri Toshqo'rg'on tarafdan harakat boshlashni qaror qildi bular. Amaliyotda bu Qashqa janubda bu harakat planlari 44-yilning oxirisida bo'lib bo'lgan. Qashqar tog'lari atrofida partizanlik ba'zi harakatlar boshlangan, guruhlar paydo bo'lgan. Ancha-muncha Xitoy qo'shinlariga o'q otadigan ishlar bo'lgan. 45-yil 2-oyda tunji qatim bu Qashqa atrofida maxfiy janubda harakat qilish haqida cho'ng bir yig'in ochilgan. Bu janubdagi cho'ng yig'in. Buningga Qashqa atrofidagi Qashqa shahrininki maxfiy tashkilotlar, bu Maralveshi, Yengsa, Yakan hamma joylarda qurilib bo'lgan maxfiy tashkilotlarning boshliqlari kelib qatnashgan. Shu qaror bo'yicha janubda harakat boshlash qarori bekitilgan. Bular
partizanlarni ilib tayyorlik qilgan. Shu vaqtning o'zida eng harakat qiladigan joyi ne deb bekitib ular Janubninki bu Toshqo'rg'on, Pamir rayoni, ya'ni Qashqar tog'liq rayonlarida harakat boshlashni plan qilgan. Shu bo'yicha ondan yana bir qism atroflar Sovet ittifoqi taraf qechib o'tib, u yerdan qurol etilib, ancha-muncha u yoqda mashq ko'rib qilgan ishlar bor. Bu Toshqo'rg'onga chegirdosh Tojikiston tarafda To'xtamish deydigan bir eg'iz bor. Bir baza. Shu joy asosliq bazasi bo'lgan bularning. Nurg'un Uyg'urlar, Sovet ittifoqi qechib o'tgan Uyg'urlar Qashqar tarafdan. Bularning hammasini Sovet hukumati shu yerga jiqqan ular kirgizishga. Shuning bilan bu Toshqo'rg'on atrofidagi bu yig'ilgan G'uljidan oldin Sharq Turkiston hukumatimi bir bo'liq qo'shinni o'sha Sovet ittifoqi orqali aylantirib, bu To'xtamishga akilib, ularni tayyorlagan. Shuning bilan bular 45-yili 8-oyning 15-kuni rasmiy bular hujum qilib, Toshqo'rg'onning Suvbeshi, u bu degan joylardagi bazalarga hujum qilib, u joyni ozod qilib, 16-yillarda ba'zi manbalar 8-oyning 22-kunida Toshqo'rg'onni ozod qildi. Toshqo'rg'onni ozod qilgandan keyin Toshqo'rg'onda u yerda valiy mahkamasi qurdi. U valiy mahkamasi Toshqo'rg'on valiy mahkamasi emas, Sharq Turkiston Jumhuriyatining G'uljidagi Toshqo'rg'ondagi valiy mahkamasi. O Sharq Turkiston Cumhuriyeti hükümetininki bir parçası o Janubdaki ularlıqı. Öz aldığı ayrım bir bo'lib olgan narsa emas ular. Şunun bilan bular qilgandan keyin 8-oyning 19-kunidan boshlab bular ondan yurishni boshladi. 8-oyning 27-kunlari, 29-kunlari kelgan chaqda Chilgumbaz degan joyni ozod qildi. Mushu joylarni ozod qilib bo'lgandan keyin yerlikten texnik köp adamlarını askerge aldı. O vaxtın özüde Tacik, Kırgız tağlardaki köpüncü şular oldu. Bir kısım tağlık rayondaki Uygurlar oldu bununla. Bulup bu koşullar Çilgumbaz'ın baş komandallık ştabı kılıp kurup onunla Sovet ittifaqıdan kelgan tigi aşı Andijonlik bo'lsa kerak G'ulomxon To'ra Qo'qonboyev deydigan adam baş komandan bo'ldi. Onunla Abeydullah Mahsun, yani Abeydullah Mirziyorov deydi, Abeydullah Mahsun degan adam. Ko'pincha adam O'zbekdaydi bularni. Amaliyotda balkim ehtimolli Uyg'ur bo'lishi mumkin Sovetninki. Bular ma'lum qo'mondan bo'ldi. Sovet ittifoqidan kelgan bir qism komandirlar shtab boshlig'i qatorliq vazifalarni oldi. Ularning ichida masalan Mahmud Qutlug'ov degan bir odam o'tgan bu bek dangliq tarixchi keyingi vaqtlarda Uyg'ur o'zi qarqolliq odam, aniq. O adam tashviqot bo'limining boshlig'i bo'ldi. Shuningki, buluq qurib 9-oyninki shu 1-2 kunlarga to'g'rilab turib, bularni 3 yo'linish bo'yicha jang boshlagan. 3 front bo'yicha. Birinchi yo'lini shimolga, bu shimol tarafga, ya'ni bu shimollash Pamir tog'larini bo'ylab menib, Udol, O'ytaq degan joylar orqali Moji degan joylar bu yerdan tushib, aylanib en ahırda Bulunköl degan joylardan. Ondan Qashqarning bu Opal, mush To'qqizaq atroflariga kelib, toshmiliqlarni egallab, Qashqarni mayoqdan ozod qilish, tegish, hujum qilish. Yana bir yo'linishi Abeydullah Mahsunning komandirligida bu qo'shin sharq shimol taraf yo'linishi qarab menib, bu Yeniso yo'linishi qarab menib, bular bu Egizyar degan joylardan o'tib Aqtala degan. Bu joylarni ishg'ol qilib Ondan keyin bu Yeniso bo'stonligiga kirib, bu yerdagi Yenisoni ozod qilib, Yenisodan ondan yurish qilib Qashqarni elish. Bular O'ytaq munda jumla qo'rshovining ichiga kelib elish bular ozod qilib Qashqar shahar. Shu bo'yicha urush boshlab, bu qo'shinlar nayt batirlik jang qilib, shimolga yurgan qo'shinlar bular Qashqarning ash Opal, To'qqizaq degan joylarni egallab 9-oyning 15-16-kunlari Qashqar shahri qo'rshoviga oldi desak bo'ladi. Yeniso yo'nalishiga mangan qo'shinlar bular Egizyar, Aqtala, bu Qiziltog' degan joylarni egallab, oxiri Yenisoning yendiki Sugat degan joylargacha yetib keldi. Shu joylargacha yezi qishloqlargacha yetib keldi. Bundaq chiqqan chaqda butun Qashqar tavrab ketdi. Qashqarda shu vaqtning o'zida Xotan, Qashqar, Yakan bu joyning o'zida ilgari keyin bo'lib Gomindanning ba'zi manbalarda 3800 deydi, ba'zi manbalarda 6000 atrofida askar 4 bo'lib baş qo'shimcha qo'shinlar bo'lib 6000 dak odam bor askariy kuchi bor deydi. Uning qilib Bovandi deganlarni qurib olgan ular bo'lib, shunchalik odam deydi. Shuning bilan bularning soni ko'p emas. Bu
Yenisağı yürüşke adam bir 200-300'dek adam, oytağı yönlüşüge mangallımış 200-300'dek adam bula. Yoldu bula köpüydü. Köpüyüp yerlik Uygur dehalları bula koşulup resmi bula çoğun koşunluğa aylandı. Sögetdiki jangda tunji qadam ular mag'lub bo'lib qoldi. Sögetdiki jangda dastlabki evatilgan qo'shinni bir shu yerdagi bir jasos aldab uyida ravurus mehmon qilib, ularni voy andaq mandaq atlaringlarga biz yem xeshak beramiz. U bu deb shuni ularni xultib qo'yib, kecha Yangisadagi Gomindangning qo'shiniga, komandirga ma'lum qiladi ekanda, shunda bir o'g'irlar keldi deb. Yomon yeri bu jutdiki xili bir oqsoqol ekanda bu jasos o'zi. Şunun bilan ma'lum qilgandan keyin Gomindangning bu qo'shinlari kecha shu yerga kelib, ularni qo'rshovga olib, hujum qilib 60-70 tek adam ularning hammasini qirib yo'qotib o'tadi shu yerda. Ash xoinning satqinligi bilan. Bular fojialik bir mag'lub bo'ldi. Uning ichidan bir 10 necha odam qochib qutulgan, qolganlar hammasi shu yerda o'lib tugagan bir fojialik voqea bor. Shundan keyin bular to'xtab qoldi. Lekin shunda bo'lsin, Söget atrofida bular qo'shin ko'payib, 1000 kishidan ortiq kuchga ega bir polk bo'ldi. U yerdagi Hasan Hoji deydi, shu Yangisaning dangliq Uyg'ur odamlar taraf-tarafdan kelib qo'llab, Uyg'ur dehallar qatnashib, ular 1000 kishilik bir polk aylangan. O'ytaq Tashmiliq atrofida qo'shinmi bular ko'paygan. To'qqizaq atrofidagi butun odam qo'shilgan, polklarni qurgan, hamma qo'lida hech nima yo'q bo'lgan qo'lida. Ammo shu vaqtning o'zida bu Gomindangning qo'shinlari taraf-tarafdan chiqib, ularni hujumga o'tgan, xatarlik. Gomindang qo'shinlari Xitoy qo'shinlarining bir yo'qoladigan bir holatga o'tgan. Yakan tarafga yotgan qo'shin Kusrab degan joyga kelib, ular shu yerda baza qurib to'xtagan. Ammo 9-oyning 15-kuni 10-oyga kelgan chaqda bu bitim bo'yicha, bitim Sovet sababidan milliy armiya hamma urush sepida urush to'xtatish buyrug'i bo'yicha bu qo'shinlarni hujum qilmay to'xtab qolgan. Sovet ittifoqidan kelgan bu G'ulomxon To'ra, Abaydulla Mahsum qatorliq va boshqa ofitserlar, komandirlar bor, Sovet ittifoqidan askar bo'lib kirgan bir qism bor, Farg'onalik Uyg'urlar bor, ya shu Andijonlik Uyg'urlardan Sovet armiyasidagi shulardan bir qismlarni o'zgartib kirgizgancha ular bor, Olmutlik Uyg'urlar bor, O'zbeklar bor buning ichida. Ko'p emas. Hammasi bular ketib, nayt olsandik odamlar qoldi, qurollarni, yaxshi qurollarni yig'ib oldi. Shundan bu ish to'xtab qoldi. Lekin bu Yangisal liniyasidagi bu qo'shin qaytadan kuchayib 45-yil 12-oyga kelganda qaytadan bular o'zlari yana hujum boshladi. Hujum boshlab, ular burunqidek Yangisal Qashqar liniyasi emas, bular Qog'liq liniyasiga hujum qildi. Hujum qilib 46-yil 1-yanvar kuni kelgan chaqda, ya'ni shu bitim imzo qo'yilgan kunida shuni to'g'rilab turib, Qog'liq noyisini ozod qildi. Anadan keyin bular davomli yurish qilib, Poskam noyisini ozod qildi. Qog'liqning o'zida 7000 dan ortiq odam askar bo'lib, fidoyi bo'lib qo'shildi. Shuning bilan bu milliy qo'shin janubdagi soni nihoyat ko'paydi bular. Lekin aylanib akilib, yana nima desangiz, qo'lida hech nima yo'q. Bularningki. Eng oxirida yakanga hujum qilish bo'ldi, 1-oyning oxirlarida. Bir tavakkulchilik hujum bo'lib qilib, 300 yetmaydigan qo'shin planni buzib hujum qilib qilib, Baturliq talishib hujum qilgan ishlar borchi, qo'shinda bak qahramon bo'lgan odamlar. Shuning bilan buyruqni anglamay qilgandan keyin bular yakan urushida yengilib qoldi. Angacha bitim munosabati bilan urush to'xtatganligi uchun Gomindang qo'shinlari damili bilish fursati oldi ularga. Ularga janubga zo'r qo'shin yetkazib keldi. Shuning bilan 46-yil 2-oydan boshlab umumyuzlik oldi janubdagi bu qo'shinlarga qarshi Xitoy qo'shinlari 4 diviziyaga yetkazgan qo'shinni hujum boshlab, amalsizlikdan bu janubdagi qo'shinlarning hammasi Qashqar atrofidagilari O'ytaq atrofiga, mavo yakan Qog'liq yo'lnishdikining hammasi shu Kachong, Chipan degan joylarga yig'ilib, Toshqo'rg'onni baza qilib, tog'liq rayonlarni tutib turdi. Tog'liq rayonlar janubdagi bu qo'shinlarning qo'lida, shaharlar, yezi rayonlari Gomindang Xitoyning qo'lida qoldi. Shu vaqtda bular qaytadan qo'shinlarni tartibga solib, 46-yil 3-oyda Issiqbekning qaytadan evati Sharq Turkiston hukumatı bu qo'shinlarning hammasini muntazamlashtirib, resmiy milliy armiyaga aylantirdi. Shu vaqtning o'zida muntazamlashtirgan chaqda bu janubdagi qo'shinni 3 brigadaga aylantirgan. 3 brigada qilib qurib chiqqan, 3 brigadada har bir brigadada 2 polk. Undan boshqa ularning yana ayrim zambirakchilar batalyoni va arqisab va u bu bo'lib, ba'zi manbalarda 5000 dan 6000 deydi. Amaliyotda shu ilgir keyin bo'lib 10 mingdan ortiq odam qatnashgan bunga. 3 brigada,
Uyghur brigadası deydi, bunun komandiri Haşim Axun, qağılıqlıq. Ondan Turdi Qari Beg, Nasır Axun degan kishilar. Bular Uyghur brigadasının komandirleri. Asas sünek Uyghur brigadası Janubdagi qo'shinning 3000 dek adam, 4000 dek. Ondan Hasan Hojininki polki Qashqa polki deymiz. Anjanbayning komandirligidagi Qashqa bu Opal atrofidagi polklar. Bular bo'lib 4 diviziyada Gomindan askari bilan so'qishga to'g'ri keldi. 4 diviziya degan bir diviziyada agar 7000 dan odam bo'lsa, 30 mingga yaqin odam, 10 mingdan odam bo'lsa 40 ming odam degan gapda. Janubda Xitoyning qo'shini shu chaqda 40 mingdan 50 minggacha yetkazib oldi-da bu qo'shinlarni. Shuning bilan ularga aqsab yo'q. Oxirida 46-yil 6-oyning 13-kuni bitim imzolanib bo'lgandan keyin 6-oyning 6-kuni. Buyruq bo'yicha bu Janubdagi qo'shin qurollarni tashlab, hammanglar chekinsanglar bo'ladi, harbiy hisobdan qaytsanglar bo'ladi. Xitoylar sizlarga chiqilmaydi. Biz bitim tuzdik degandan keyin shuni uning qo'ldagi qurollardan hammasini yig'ib Nizomiddin Husayn 500 dek eshak qachilagan deydi. Har xil nima bilan umuman bu atarbolar qachilab buni Toshqo'rg'on orqali Sovet ittifoqiga to'shib ketdi. Iliq to'shib ketdi deydi, amaliyotda hammani Sovet chiqib ketgan. Shunga bu qurolsiz odamlarni ondan Xitoylar bir-birlab dadisi tutmay ko'mindan o'chilib ularni bitchit qilib, oxiri ularning jiqin turmaga solib Turdi Qari Beg, bu Haşim Axun deganlarning hammasi, Hasan Hojim deganlarning hammasini tirik ko'mib o'ltirib tugaydi. Ba'zi komandirlar, bu tojik komandirlar, Madayub, Karvonshah deganlar, Lashkar, bu deganlar, bular hammasi Sovet ittifoqiga qochib ketdi. Tayirbek deganlar bor, qirg'iz bular. Shuningga o'xshash bu Janubdagi inqilob ana shunda tugadi. Agarda ular ololgan bo'lsa, Gomindan qo'shinlari, Xitoy qo'shinlari shu vaqtning o'zida mundaq qanchaqada Aqsu shahri, Aqsu shahri, Qashqar shahrichi, Xotan shahrichi, Gumug'ich keldi ular. Ondan keyin Yakan shahrichiga qapsilib qolgan dastlabda. Endi 1 milliondan ortiq. Rahmat Nabijon efendim, hozir 1,5 soat eshib ketdik. Shunda endi bu urush davri tugadi, xulosalayli. Bugun endi armiyaga olgandan keyin haqlar shunchalik janglarni qilib, biz 1 soat so'zlab charchab qolsak menimcha bo'lmas. Şu endi oxiriga azroq kelaylik. Bu urushlar tugadi demak, bu to'xtadi, bitim bo'ldi. Bitimdan keyin milliy armiya qisqartirildi. Bitim bo'yicha milliy armiya qisqartish bo'yicha 6 polk qisqartirildi. 6 polkning 3 polki otliq polk, 3 polk piyoda polk. Uning hammasini soni va Shixov polki deydi birinchi. Azat nishonliq polk, anadan keyin Tekas polk, Sopaxun boshliq, Azat nishonliq polkka Aytug'an Yunuchi polk komandiri. Shuningga o'xshash bu yana bu Qo'buqsar polki deymiz, Altayda Sarsumba otliq polki deymiz. Ashunda polklar qurildi. Dastlabda 12 ming deyilgan, lekin Sharq Turkiston hukumatı baribir o bitimdan keyin Xitoylar bitim tuzgan bilan o'zining armiyasini degandek undaq biraqla qisqartib etgani yo'q. Ma'qul deb qo'yib, askar sonini bir polkda odatdagidek o'lchamdan ko'p askarni tutdi. Masalan, Sopaxunning komandirligi Tekas polkida 3800 askar bo'lgan. Bir polkda unda askar olmaydi. 4 eskadron, 2 ayrim divizion, aloqa rotasi, qurilish bizning rotasi, bu deganlar bo'lib, qurol bo'limi degandek bo'lib, 5000 dak ot, 3800 askar bo'lgan. U mundaq chiqqanda bir diviziyaga teng, ya'ni kam deganda 2 brigadada u. Burunqi 5 otliq polkdan tashkillangan Tekas nima? Janubiy front, janubiy yo'linish 2 brigadadan tuzilgan, 5 polkdan tuzilgan, yani Isoqbekning komandirligidagi janubiy yo'linish qo'shininki qisqartirilmish shu holatga kelgan. Qolgan bu ozodlik inshaalloh polkning soni amaliyotda 2500 atrofidagi askarga yetgan bo'ladi. Ayında bo'lib, baribir ular 17-18 ming odam, 20 mingdek odamni saqlab qolgan. Milliy armiya eng ko'payganda 17 polkka yetgan. Agar janubdagi 3 brigadani qo'shgan chaqda mening hisobimcha milliy armiyaning umum polk soni u chaqda 22 polk atrofiga yetgan bo'ladi. Eng ko'payganda. Odam soni haqida har xil ma'lumotlar bor. Ba'zi manbalarda 15 ming deydi dastlabki vaqtlarda. Keyin ko'payganda 30 ming deydi, 40 ming deydi. Har xil sonliq uchurlar bor. Sovet ittifoqining 2-domdagi bu mana 2-domdagi general Aleksandr Langfang degan odam
bu şu bütün mahfiyetliklerini Moskvaga yollap turduğun maslahatçı Shibayev degan bu şu maslahatçı muhimi. Bularning ma'lumotlari bu ekranda ko'rinmadi resimlarchi. Resimlarning hech qaysi ko'rinmadimi? Abaytın ko'rinyapti, oxirqilari ha. Alacho ko'rindimi? Amala ko'rindi, endi ko'rindi. Ha, bo'pti. Bular endi polkovniklar. Bular Milliy armiyaningki shu vaqtning o'zida bu maslahatni Moskvaga yo'llagan maxfiy dokladlar bo'yicha dastlab Milliy armiya qurilgan chog'da 9000 odam muntazam qo'shin bo'lgan deydi. Keyin 45-yil 7-oyda 12000ga yetdi deydi. 46-yil 2-oyga kelgan chog'da 20000ga yetkazildi deydi shu vaqtning o'zida. Shu 46-yilninki 6-oyga kelgan chog'da Milliy armiya izdiksiz ko'paytirilib, shu vaqtning o'zida shu 30 mingdan oshirilgan ekan bu Milliy armiya. Agar janubdagi 3 brigadani qo'shgan chog'da umum Milliy armiyaning soni shu vaqtning o'zida mening faraz qilishimcha hammani qo'shganda muntazam Milliy armiya arqsab nima xodimlar va undan boshqa qurolliq fidoyilar, zapasnikilar va undan boshqa yana xalq qurolliqlari borchu, qurollandirilgan amonlik saqlaydigan ular fidoyilar ularning hammani qo'shganda Milliy armiyaning soni 40 mingdan eshib 50 minggacha bordi endi ko'paygan vaqtida. Milliy armiya 46-yili shu 6-oydan keyin umuman endi urush tugidi. Bu taki 49-yilgacha bo'lganlik urush tugidi. Eng oxirida Milliy armiya shu Manas daryosi liniyasida turdi, asosan 3 polk u yerda. Eng oxirida Osmon Islom 47-yil isyon ko'targandan keyin Osmon Batur Sharq Turkiston hukumati, G'ulji hukumatiga qarshi men uni ichki urush deb qarayman-ku, mundaq qilgan chog'da. Xuddi hamma davlatlarning tarixida ichki urush bo'lgandagidek, u Sharq Turkiston Jumhuriyatining tarixidagi bir ichki urush bu, tiktakni olganda. Bu urush da hamda bir qism qo'shinlar qatnashtirildi, jiq odam yana o'xshash o'ldi. Shu urushni hisob qilmaganda 49-yilgacha hech qanday urush bo'lmadi. Shundan keyin Milliy armiyaningki soni eng oxirida shu 49-yili kelgan chog'da Xitoylarga ma'lum qilingan soni, Xitoylar bilgan soni 15 ming odam deydi. 50-yilda bu Marg'ub Isqoqov 5-korpusga o'zgartirilgandimi 15 ming odamni ma'lum qiladi. Mayli to'liq ma'lum qilmagan bo'lsin, shu 20 ming atroflik odam uchib qolgandek eng oxirgi vaqtda. Endi Sharq Turkiston hukumati o'ziningki bu harbiy chiqimlarini qanday hal qiladi degan masala bor. Harbiy chiqimlari Sharq Turkiston hukumatining dastlabki harbiy chiqimlari xalqning bergan ihonalari, ihona pullari, ayollardan tortib oltin zanjirlarga taqdim qilgancha shu vaqtning o'zida. Boy savdogarlarning bergan mol chorvalari va undan boshqa Gomindangdan o'ljilingan qurollar, Gomindangdan o'ljilingan mollar va mahsulotlarni Sovet ittifoqiga setib, Sovet ittifoqidan olgan setib olgan qurollar, o'q-dorilar bu. Ondan 45-6-oyning 22-kuni Sovet ittifoqi Kompartiyasi Markaziy komiteti yana bir qatam qaror chiqarib, bu Gomindang Yalta kelishimida erishgan manfaatlarini kafolatga ega qilib, Sovet ittifoqi bilan bu do'stlik kelishimi tuzishga qo'shilmaganligi uchun, orqaga so'zganligi uchun bu Sharq Turkiston armiyasi yana bir qatam Xitoyga hujum qilsin dedi-da, bu oqida bu siyosiy o'yinlar. Shu vaqtda Milliy armiyani 15 ming kishiga yetkazib qurol bilan har xil o'q-dori bilan ta'minlashni qaror qilgan. Shu bo'yicha 45-yil 7-8-oylarda Milliy armiyaning qurol yaroqlarida bir qadar yaxshilanish bo'ldi Sovetdan bergan qurollar bilan. Bunlar hammasining tizimligi bor. Ammo 45-yil 10-oydan boshlab bitim munosabati bilan Milliy armiya yana hujum qilmasin deb, shu u Sovetdan bergan qurollarning hammani yig'ib ketdi. Faqat birdan minomyotni qo'yib qo'ydi. Hamma qurollarning tizimlik bo'yicha olib ketgan. Oqsuv sepidanmi yig'ib ketgan, o'rta yo'nalishdanmi yig'ib ketgan, shimoliy yo'nalishdanmi yig'ib ketgan. Eng oxirgi eshib qolgan qurollarni 46-yil 6-oyning 16-kunidan burun bütün qurollarning hammasini birmi qo'ymay yig'ib ketgan Sovet o'ziniki. Yig'ib faqat Milliy armiyaning qo'lida burungi Xitoydan o'lja ilingan, janglardagi qurollar eshib qilingan, undan boshqa Sovet qurollarini ayt oz sonli qurolni hisob qilmaganda qolgan qurollar qolmagan. Germanning ba'zi qurollari, Chexning pulemotlari u bo'lgan boshqa. Qurol yaroq jihatdan nacharlashtirib o'tgan qisqasi. Ammo shu vaqtda Sharq Turkiston hukumati 46-yil 6-oygacha bütün o'zining davlat xomchotining 67%ni Milliy armiyaga ishlatib ekan. Keyin ondan 48-yilga kelgan chog'da, 49-yilga kelgan chog'da bütün shu vaqtdagi hukumatning
85% xamçotini milliy armiya harbiy qurilishga ishlatibdi. Bu sanaqdan qaraganingizda şu vaqtdagi milliy armiya uchun şu vaqtdagi davlat Sharqiy Turkiston Jumhuriyati o'zining davlat xamchotining mutlaq ko'p qismini armiyaga sarf qildi degan gap. Qolganlar sarf qilganlar hammasi ondan idora jamiyat, kadr, xizmatchi, u bularga maosh berish, u bu qo'ygan. Ana milliy armiyaning qurollar 47, 48, 49 oralig'ida butun harbiy ashyolar hammasi sodadan, bojdan kelgan pullar orqali hal qilingan. Ondan milliy armiyaning butun harbiy ta'minoti bor. Bu mayli 30 ming bo'lsin, mayli 40 ming bo'lsin, 15-20 ming bo'lsin, shunning harbiy kiyimlari, qishliq harbiy kiyimlari, yozliq harbiy kiyimlari, bularningki har xil kiyimlari bor bularningda. İchki kiyim bo'ldi, tashqi kiyim bo'ladi, harbiy balvoq. Açlarning hammasini o'zlari Sovet ittifoqiga mol chiqarib, chorva mollarni chiqarib, jung chiqarib, yenik mahsulotlarni eksport qilgan. Almashtirib hal qilgan. Resim ko'rindimi? Ha, ko'rindi. Ha, bo'pti. Shularni hal qilganda bular. Shuning bilan hal qilgan asosliq o'zini. Endi eng oxirida 49-yili bu Xitoy kommunistlari ishg'ol qilib oldi. Xitoy Sovet ittifoqi ikkisi hamkorlashdi, birlashdi. Burunqi yordamlarning hammasini to'xtatdi, burunqi va'dalarni Sovetlar to'xtatdi. Sharq Turkistonni qo'llaydigan ishdan butunlay Xitoy kommunistlarini qo'llashga o'zgardi Stalin. Shuning bilan bu armiya tarixi, bu ayrim, bu Sovet Xitoy munosabatlari, buningdek orqa ko'rinish, buningdek sabab, omil va boshqalar hammasi ayrim bir tema. Hozir aram 1,5 soat so'zladik, lekin hozir hech yerga chiqmadik. Soat qildi hozir. Soatmi? Buni 4 soat so'zlasakmi, 5 soat so'zlasakmi tugamaydi. Shunchalik ishlarni aram 1 soat so'zlab tugatib o'tish degan gap asli bak oddiylashtirib o'tgan bo'lib qolmaylik. Jiqishlar bor. Bu Sharq Turkiston Jumhuriyati davlatining taqdiri qanday bo'lgan bo'lsa, milliy armiyaning taqdiri shundoq. Oxiri endi Xitoylar bu yani ishg'ol qilib bo'lgandan keyin Sharq Turkiston armiyasini 49-yili 12-oyda 1-oy kelgan chog'da Xitoy Xalq ozodlik armiyasining 5-korpusiga o'zgartdi. 5-korpusiga o'zgartgandan keyin bularning armiya formulari 51-yilgacha bo'lgan oraliqgacha o'zgartirilmadi. Faqat yaqsig'lamaylik nimalarni taqadi bular. Ay yulduz. 5 yulduzni taqaganni hisoblanmaganda 5 yulduzni hisoblanmaganda qolganlar sho'petim turibadi pagollari. Oxiri ondan ularning hammasini haliqindaq shapkilarga almashtirdi. Mana ayol jangchilari Xitoy ozodlik armiyasining piyoda kelib besib olganda mundaq chiqqan chog'da. Buni mana shu Stalin albatta buningda hal qiluvchi rol o'ynagan odam. Hammashining beshidan tortib oxirigacha hal qiluvchi rol o'ynagan odam shu. Demakki, eng oxirida milliy armiya 54-yilga kelgan chog'da 5-korpus, ya'ni shimolda 13-diviziya deb bir diviziyaga, anima 14-diviziya, janubda 13-diviziya deb Imonovning komandarligida Qashqarga o'rinlashtirdi 3 polkni. Anda yani 2 ayrim polk qurdi. Hamma polklarga diviziyaga birden siyosiy komissarni Xitoy belgiladi. Har bir polkning komandiri Uyg'ur, Qozoq, u bu bo'lgan bo'lsa, uning siyosiy komissari Xitoy ularni kontrol qildi. Eng oxirida 54-yilga kelgan chog'da milliy armiya, ya'ni 5-korpusni butunlay amaldan qoldirib o'tib, eng oxirida 2 polk oshirib qo'ydi. Qashqarda 38-polk, shimolda 40-polk. Eng oxirgi eshib qolgan bu 2 polk. Endi bu eng oxirgi eshib qolgan 38-polk 60-yilga kelganda, 61-yilga kelgan chog'da bu 3-otliq polk degan nomga o'zgarib, bularningki Qashqar bu Janubiy Shinjang harbiy rayon deydi, shuning qaramog'idagi. Bularni 62-yili Hindiston urushiga soldi. Hindiston urushiga 1000dan ortiq shu 3-otliq polkningki jangchilari piyoda polk. Sifatida Hindistonning bu urushiga bu Aqsoy Chin atrofidagi Moyoqdagi janglarga qatnashib, zo'r qahramonlik ko'rsatdi. Buningdan ko'p odamlar xabar bor, uning qatnashganlar yaqingacha yashagan. Bu mundaq chiqqan chog'da shu Sharq Turkiston Jumhuriyati milliy armiyasiningki eng oxirgi qaldoqininki eng oxirgi bir qatimliq urush edi. Va albatta bu urush u o'zlari uchun emas, Sharq Turkiston Jumhuriyati uchun emas, Uyg'urlar uchun bo'lgan urush emas, u chog'dagi Xitoy davlatining zimini uchun, Xitoy davlati uchun bo'lgan bir urush bo'ldi shu harbiy buyruq bo'yicha. Sharqiy sepidagi urushni asosligi, g'arbiy sepidagi urushni asosligi shu qo'shin qildi. Bundan İsmail Mehmet'deki qahramon degan odamlar chiqdi.
naydı batırlıq göstərdi bular. Hərbi cəhətdən naydı pişqan 3-cü polkninki adamları. Umuman endi şu Hindistan urushida ko'rsatgan shu qahramonligidan qaraganda, shularninki batırlıqdan qaraganda, milliy armiya shu qo'shin eng oxirgacha o'zininki jangovar bir qo'shin ekanligini, nayt kuchli bir qo'shin ekanligini namoyon qildi. Undan keyin uzun o'tmayla bu qo'shinmo 3-cü polkmo bekor qilib o'tildi. Bu qo'shinning komandirlari bo'lgan Azizov Qosim deydi, uning tarkibidagi ba'zi komandirlar ko'pinchisi ayni vaqtdagi Sharq Turkiston armiyasining komandirlari chu ko'pinchisi. Bular hammasi. Shularning komandirlari bir qismlari shuningdagi askar bo'lganlar qirib ketdi albatta u chaqda. Ba'zi komandirlar shu hammasi. Shular komandirlik qilgan o'zlari. Bir necha savol keldi endi. Tugidi. Shuning bilan bu umumiy jarayon endi umumiy ahvol shu. Ularning yo'qotgan milliy armiyaning shu 3 yo'nalish bo'yicha bo'lgan urushda jami shu vaqtning o'zida tarmar qilgan qo'shini bir 30 mingdan 40 minggacha bo'lgan bo'lsa, Gomindan qo'shini. Yo'qotgan, o'ltirgan qo'shini odam soni ma'u 2-domning yo'llagan hujjatlarda ayrim, ya'ni Uyg'urlarning o'zining manbalarida ayrim. Ularning hujjatlariga qaraganda bir-birlab selishtirib chiqsam, shu o'ltirgani bir 6-7 mingga yetibdi Gomindan qo'shinlari. Asirga tushgani u jiqraqkan, asirga tushgani ko'pkan ular. 9 mingdak odam asirga tushibdi. Urush sepida janglarda bunda selishtirib sxema qilib baxsam, bir milliy armiya jangchisiga 5 dan 6 gacha, ba'zi janglarda 9-10 gacha Gomindan Xitoy askari to'g'ri ketdi. Ya'ni 9-10 Xitoy askari o'lgan yerda bir milliy armiya jangchisi o'lgan ekan ba'zi janglarda. Bu 2-domning yo'llagan maxfiy Sovet arxiv hujjatlarida Stalinga yo'llagan hujjatlarini men selishtirib ko'rganimda shularniki. Asirga tushgan Gomindan qo'shinlarining hammasini yig'ib Kurada Sharq Turkiston hukumatı maxsus bir lager qurgan. Harbiy lager. Shularning hammasini yig'ib shu lagerda bularni beqib yetib 46-yil 6-oy kelgan chaqda hammasini degidek o'tkazib bergan. Bir qismlarini yo'l yasashlarga sog'an ishlatgan ularni shunda. Kiyimlarni berib, tamog'ini berib, asirlarni o'ltamaslik degan prinsip bo'yicha xalqaro o'lcham bo'yicha ish qilgan. Endi men bu mavzuni Sharq Turkiston Cumhuriyeti'ni Merkezi Aziyadagi eng qudratli armiya deb atadim. Jiqadamlar tekis qarab, bu nimaga qudratli armiyadir deb qolgansizlar. Nima shunda deymiz deganda 1940-yillarga kelgan chaqda Turkiya xalqlar dunyosida, Markaziy Osiyo rayonida hech qanday Turkiya xalqining, faqat Turkiya Cumhuriyetidan boshqa hech qanday Turkiya xalqining bir o'zining mustaqil davlati bo'lmadi, ham o'zining mustaqil bir milliy muntazam armiyasi bo'lgan emas. Faqat 40-yillarga kelgan chaqda dunyoda Turkiya xalqlarining ikki armiyasi bor. Birisi Turkiya Cumhuriyetining armiyasi, yana birisi Sharq Turkiston Cumhuriyetining armiyasi. Sharq Turkiston Cumhuriyetining armiyasi garchi Sharqda bu Yaponlar bilan, G'arbda Germanlar bilan bu urush qatnashmasimi, lekin shu vaqtdagi dunyo fashizmga qarshi urushningki bir sepidagi bir armiya. Ahmedjon Qosimiy va boshqa rahbarlar bizning bu urushimiz, bizning bu ko'rishimiz dunyo fashizmga qarshi kurashning bir qismi degan bir yeri bor. Bu inqilob dunyo inqilobining bir qismi degan yeri bor. Shu bo'yicha olganda bular o'xshashlam o'zini fashistlarcha boshqargan Gomindan shu chog'dagi Xitoy fashist hokimiyatiga. Ular garchi fashist qarshi bo'lsa-mu, yerlik xalqlarga, Uyg'urlarga, boshqa xalqlarga nisbatan fashistik siyosat yurgizgan. Shular qarshi haqqoniy kurash qilgan. Sharq Turkiston armiyasi 3 oyning ichida armiya bo'lib, partizandan cheniqib, mashq qilib qisqa vaqtning ichida nayt muntazamlashib, oxiri shu vaqtdagi dunyodagi qudratli armiya, ya'ni Gomindan armiyasi, ya'ni Yaponlar bilan urush qilayotgan qudratli armiya deb atagan, o'zini jangkayshi dunyodagi 4 qudratli mamlakatning biri deb atagan o'zini. Shu davlatning muntazam armiyasi bilan urushib, shularni tarmar qilib, shularni qo'g'lab Manas daryosiningki g'arbiga qo'g'lab chiqaribdi. Xitoylar taki Gomindan armiyasi 100 minglagan qo'shinni ko'paytgan bo'lsa-mu, qurollarni kuchaytgan bo'lsa-mu, 49-yilgacha bir dona askari Manas daryosining g'arbiga o'tolmadi. Sharq Turkiston Cumhuriyeti territoriyasiga Xitoy kirolmadi. Bu joy o'zining mustaqil holatini oxirigacha mavjud bo'lib qoldi. Sharq Turkiston yeshil bayrog'i taki 10-oyning oxirisigacha butun saplarda lapildadi. Sharq Turkiston milliy armiyasining bayrog'idagi mustaqillik uchun olg'a degan yozilgan xatlar shu paytda turdi. 9 moddali xitobnoma hech qachon bekor qilinmadi.
Hamma yerda odamlar yeshil bayroq Sharq Turkiston hukumatining bayrog'ini ko'tarib, yozliq ta'tillarda, bayroqlarda, faoliyatlarda, bayramlarda shuni ko'tarib bayramlarni qiladi, cho'ng kichik bayroqlarni ko'tarib odamlar, lozunkalarni ko'taradi. Hukumat hech qachon yo'qolmadi. Hukumat 49-yilning oxirisida yo'q qilindi. Ahmadjon Qosimiyning o'limidan keyin. Bu Zunun Teypopmu shundoq yozadi, hammasi Sharq Turkiston Respublikasi Sabit Abdurahmonmu shundoq yozadi. Eng oxirida shu vaqtda yo'qotildi dedi. Endi milliy armiya shu vaqtning o'zida eng qudratli armiya. Shu Markaziy Osiyoda bir yoqdan shuncha xuddi cho'ng bir davlatning armiyasini yengib tarmar qilib, muntazamlashgan, kuchli bir harbiy intizom qoidaga ega. O'zining harbiy akademiya, harbiy maktabi bor. Ular maxsus ofitserlarni tarbiyalaydi ularda. Har xil shaklda qo'shinlar bor. Bir aeroplan haydaydiganlari yo'q. Gerçi 2-3 tane tankı, broneviki bo'lsa, shuni yana Uyg'urlar o'zlari haydigan. Avtomobil qo'shinlari bor, o'zlari haydigan ular. Har xil ilg'or shu vaqtdagi zambirak, minomyotlarni o'zlari atgan. Har jihatdan muntazam bir armiya bo'lgan. Şuna hem de tefsiri söylediniz. Hem de bir sualda armiyetti. Hem de onun başlayan yorgun tarafları var, onu düşündürüş ayrım vakit gidiyor. Şuna hem de hazırca başınçılık bolsun, elim o köp vaxtınlarını aldım. Rahmet. Köp rahmet. Bir neçe sual var. Ben nemeden başlayıp soray. Yeşil bayrak kandak bop, kök bayrak bop kaldı da bir sual geldi. Hem de 33'teki Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin bayrağı kök bayrak bu. Şu vaxtın özde bekitilgen bayrak. 44. yıl 11. ayının 12. günü bekitilgen bayrak yeşil bayrak. Ama bayrağın şekli hemiz okşaş, ay yıldız okşaş. Yeşil olğan demek bek yap yeşil emas, şu sus yeşil rang ulanınki. Şu bekitilgen şu vaxtın özde ahırgıcı bayrak şu oldu. Ama 50. yıllardan keyin bu Şarkı Türkistan davası hareketi de dünyada asaslı bayrak ölçüm 33'teki bayrak ölçem kılındı. İlip verilip bu bayrak. Şuna deyin bu bayrak dünyada şu ölçemleşken kök bayrak oldu. Bu yeşil bayrak olsun, yeşil olsun, kök olsun, hemiz tek-tekini alganda bir bayrak bununki. Onun o arılıktaki rengi eğer kızıl olap ketip kalgan bolsa ayrımdı. Yoki başka renk olgan bolsa. Bunun arasındaki fark pek çoğ emas. Mesela Şarkı Türkistan hükümetinki o şapkasınınki, nemiz takan kakarınınki töpüsteki Yıldızның içindekisi kök bolğan da al yana. Yıldızның içi yani kök iş bolğan. Ama bayrağı yeşil bolğan. Bu oxşaşlar endi şu Elxan Törəm aşla 12 noyabr günü bayraqni resmi qabul qilib bekitkanda aşırağını bekitip şu gün aldığını bekitip bolğan elbette o bayraqni Azadlıq Təşkilatı qılıdı o bu işlərin hamısını. Bütün inqilab Azadlıq Təşkilatı rəhbərlik qilgan Azadlıq Cəmiyyəti deydi. Şularni bekitken şu bayraq Milli Armiyanın harbiy bayrağı mı şu okşaş yeşil rengdeki bayrak. O bayrak mı yani şu yeşil bayrak. Hükümet devlet bayrağı mı? Bu en ahırgıç esildi. Ondan yana ay yıldızlık ak bayrak var. Bu İslam dini bayrağı. Bazı hükümet binaları oralarda iki bayrakını tan askan. Andaqçı. Bazı koşullarda iki bayrakını tan bergen. Mesela 4. ayının 8. günü harbiy paradda bayrak takdim kılışta bazı menbalarga qaraganda G'ulja zapas 4. polkiga Qiyinbek Hocaga polk komandorlari topshirib bayraqni. Yeşil bayrak bilan oq bayrakni tang taqdim qilgan ekan Ilhom To'ra. Beruvchi Ilhom To'ra o'zi beradi bayrakni, rais jumhur beradi o'zi. Taqdim qilgan ekan. Qolgan polklarga shu yeşil bayrakni bergan harbiy bayrak. Ularning hammasiniki oy yulduz, andan keyin Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun olg'a degan xat yozilgan. Keyingi vaqtlarda ba'zi polklarda polkning ismi yozilgan bo'ldi. 9-munda polk deydigan, yana bir tarbiya yozilgan ashuna shakllar bor. Shu endi. Yana bir savol. Ruslarning Sharq Turkistonni paydo qilish badaliga Xitoydan olgan manfaati nim bo'ldi, Xitoyning erishgan manfaati nim bo'ldi degan savol. Bu endi ayrim tema ekan. Bu temani so'zlasak, bu asli mush temaning o'zli bir cho'ng tema. Buni degan manfaat nima degan joyda umumlashtirgan joyda bu Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilishidan tortib, unga yordam ko'rsatish, uni qo'llash, eng oxirida qo'pib, uni to'xtatib qo'yish, bitim tuzgizish, eng oxirida bitim bilan tang mavjud bo'lib turish,
Eng ahırda 49 yılga kelgan çağda bunu Xitoy kommunistlariga berib o'tish, Xitoy kommunistlarini boshlab kelish, bu hammasi Sovet ittifoqining shu vaqtdagi xalqaro munosabatlari, Xitoy bilan bo'lgan munosabatlar, xalqaro munosabatlarga qarab turib belgilagan tashqi siyosiy strategiyasininki bir ifodalaricha bular hammasi. Shuning bilan zich bog'langan. Chunki uning bilan bog'lanmay turib, ish bo'lmaydi. Endi 49 yılga kelgan chaqda dunyoda zo'r o'zgarish bo'ldi. Bo'libmi Ikkinchi dunyo urushidan keyin dunyo qaytadan bo'lindi mundaqcha kelgan chaqda. Sovet ittifoqi bilan bu Amerika, Angliya qatorliq bu burun faşizmga qarshi ittifoqchi davlatlar orasi bu chaqda rasmiy bir so'g'uq munosabatlar urush davriga kirdi 46-yildan boshlab. Sovet ittifoqi Sharqiy Yevropadan boshlab butun joylarni o'zi ishg'ol qilgan, o'zi egallagan joylarning hammasini egallab, u bir liniya hosil qildi o'zining sipini. Temir parda deb ataydi. Churchill temir parda deb atagan tunji qatim. 46-yildan keyin Sovet ittifoqining butun ideologiyasi kengayish bucha, o'zining kuchini kengaytirish, kuchini hosil qilish, dunyoni parchalash, o'zining qilib olish. Amerikaga qarshi, G'arbga qarshi 47-yilga kelgan chaqda bu munosabatlar texim murakkablashdi. 48-yilga kelgan chaqda texim murakkablashdi. 46-yilga Amerika tunji yadro davlatiga aylandi 45-yili. Sovet ittifoqi yadro davlat emas u vaqtning o'zida. Sovet ittifoqining bizning Sharq Turkistonni qo'llashi, Sharq Turkistonga yordam berishi, bu uch viloyatni ozod bo'lib Xitoyning bu yerga kirolmay turishini qo'llash qatorliqlarning hammasida Sovet ittifoqining shu vaqtdagi atom yadro planiga munosabatli bo'lgan Altay, Arshan va boshqa joylardagi yer osti boyliqlarini, wolfram, ba'zi manbalarda uran deydi, ashna narsalarni qezib minish shu planima kirgan shuning ichiga. Mening kitobimningki 9-tomida mushu yadro qurollarining Sharq Turkiston Jumhuriyati bilan bo'lgan munosabat qismi 9-tomida maxsus ikki bob so'zlandi, nayt tafsili bu vaqtda. Burun men bir maqolani yozgan Stalinning atom bombasi va Uyg'ur tarixining sirlari deb u maqol chiqqaniga bir 15 yildek vaqt bo'lib qoldi, 14-15 yilning oldida. Ba'zi arxiv bo'yicha. Shunga o'xshash jarayonlar bilan bog'liq. 48-yilga kelgan chaqda bu Amerikaning Marshall plani chiqdi. Ya'ni butun Sharqiy Yevropaga, G'arbiy Yevropadagi davlatlarni iqtisodiy jihatdan qo'llash, gullantirish, Turkiyaga yordam berish, Gretsiyaga yordam berish, Sovet ittifoqining bu davlatlarni kommunistlashtirish yo'li bilan o'zining ta'sir doirasiga kirgizib olishning oldini olish, mushu faoliyatlar. Bularning hammasiga Sovetlar nihoyatda g'azablandi. Sovetmi dunyoni kontrol qilaman deydi-da, u chaqda o'zini kuchlikda. Shundan 49-yilga kelgan chaqda bu Chiang Kai-shek armiyasini Sovet butun kommunistlar armiyasini butun qurollantirgan, Manjuriyadagi yaponlardan qo'lga tushgan butun qurollarni kommunist armiyasiga bergan. 47-yilgacha 48gacha izchil qurollantiribdi dedi. Kommunistlarni shimoldagi bu Limbiyaning qo'shinlarini har xil qurollar bilan saqlab turdi. 49-yilga kelgan chaqda bu G'arb bilan bo'lgan munosabati nayt kuchli bir pallaga yetdi. 4-oyga kelgan chaqda bu Shimol Atlantik okean ahdi tashkiloti qurildi, 12 davlat a'zo bo'lib. Sovetga qarshi mundaq chiqqan chaqda bu dunyoda kommunizmga qarshi umum bir saf hosil qilinib bo'lindi. Mana shu vaqtning o'zida Sovet ittifoqi mundaq chiqqan chaqda dunyoda bir kuchli bir o'zining ittifoqchilariga kerak bo'ldi yana. Shu vaqtning o'zida o'zi qo'llagan, Astriddan kuzatib turgan bu kommunistlar partiyasi boshdan oyoq Kommunistlar partiyasi Xitoy kommunistlaridan 21-yildan tortib shu Sovetning qo'ldagi narsa. Shuni qurganmi Sovet Lenin o'zi qurg'izgan, pul berib kommunistlarni Shanxayga yig'ib kelib, 22-yilmi shu keyingi vaqtlarda Moskvaga yig'illarni ochgan ularga izchil shular qilgan. Unda chiqqan chaqda bosh rahbarlik organi shu Xitoy kommunistlari uchun shu Moskvada, Kreml deyilganda. 49-yilga kelgan chaqda, oxirisiga kelgan chaqda Chiang Kai-shek ustidan kommunistlar to'liq g'alaba qilishga boshladi. 3 yil cho'ng urushda g'alaba qildi. Mana shu vaqtning o'zida Sovet ittifoqi siyosatini butunlay o'zgartib, Xitoy kommunistlarini o'zining yeniga tortib, mushu lagerning ichiga qo'shib, G'arb qarshi bir ittifoqchisiga aylantirishni qaror qildi. 49-yilning oxirisiga kelgan chaqda Kuomintang qo'shini Changjiang daryosining janubidan mag'lub bo'lgandan keyin Sovetlar texmo kommunistlarning g'alaba qilganligiga ishondi. Angacha Junxo Mingo bilan diplomatik munosabati borda buningki. Shuning bilan Liu Shaoqin chaqirib kelib, shu vaqtning o'zida andin Xitoy Xalq Jumhuriyatining tez qur, davlatni qanday qursang shu shaklda qur deb, uning butun programmalarini Moskvada tasdiqlab,
ko'rsatma berib, shu vaqtida hatto Şinjanni tez ishg'ol qil degan taklifni Stalin o'zi bergan. Tunji qatam 49-yili 6 ayning 18-kuni bir qatam Mao'ga telegramma yo'llab, Şinjanni ishg'ol qilishni orqaga so'zmanglar degan taklifni bergan. Liu Shaoqi 28-yilda Stalin bilan ko'rishganda yana bir qatam tez ishg'ol qil, orqaga chekinma, biz qo'shin evatib yordam beramiz. 40-50 dona aeroplan evatib, Mabufangning atli qo'shinlarini tarmar qilib beramiz. Har jihatdan sana yordam beramiz degan tez ishg'ol qil. Maqsad nima deganda, bu G'arb, Amerika, Angliya qatorliq davlatlar bu joyda bir mustaqil davlat qurib olmasin. Bu joyni egallab o'zining ta'sir doirasiga kirib olmasin. Bu joyda bir urush portlamasin. Bu eng yaxshisi Xitoy kommunistlarining qo'liga berib, Xitoylar o'zimizningki bir ta'sir doiramizdagi rayonga aylantiraylik dedi. Bunday chiqqan chog'da bir kichikgina mustaqil Sharq Turkiston davlati bo'g'icha vaqt kelsa boshqa davlatning ta'siriga tushishi mumkin. Uning o'rniga Xitoylarning qo'lda bo'lsa, o'zimizning ittifoqchimiz bo'ladi. Dunyoga nisbatan Amerika G'arbga qarshi cho'ng ittifoqdoshlik shakllantirdi dedi. Mao 49-yilda 6-oyning 30-kuni birli tarafli yo'nalish siyosatini e'lon qildi. Ya'ni faqatlam Sovet ittifoqiga tayinish, Sovet bilan birga bo'lish deydi. Bularning hammasi Stalinga xo'sh qilgan. Shuning bilan Sharq Turkistonni Stalinga berib o'tish orqali xalqaro dunyoda o'zining kuch, lider o'rni bilan o'zining kuchini hosil qilgan bo'lsa, manfaat jihatda o'xshashlam bu joy Sovetning bo'lgan bilan amaliy jihatda yana bizning qo'limizda kontrolladagi rayon bo'ldi deb qaradi. Masalan, neft shirkati qurdi, keyin Sovetdan qo'l qo'ydi berib. Ranglik metall shirkati qurdi. Bularning hammasi Sovetlarning manfaatiga qurilgan narsalar. Bu ikki joy. Ta 54-yilgacha Sovetlar o'zi bu yerdan asosi foydani oldi. Savdo iqtisodiy jihati faqat Sovet bilan qiladi savdoni. Bularning hammasi. Oldidan Mikoyanni 49-yil 1-oyning 30-kuni Shibaypo'ga evatganda Moskva o'zining ideyasini bildirgan, bu joyning mustaqillik bermanglar, mustaqil bo'lmaydi, bu joyni sizlarning qo'lingizda bo'ladi deganni shu vaqtda topshirgan. Shu bo'yicha bu xalqaro munosabat orqa ko'rinishi bilan Sovetning tashqi strategiyasi, ichki planlari, O'rta Osiyo rayoni uning uchun bexatar rayon bo'lishi kerak, eng ojiz nuqtalari. Janubda o'chaqda Hindiston, Pokistonda mustaqil davlatlar shakllandi. Bu joyda bir umum bir xalqning bir mustaqil rayon bo'lishini xatarlik deb bekitgan Sovetning ideyasi bo'yicha. Shuning uchun Xitoy kommunistlar kerak. Shunga bu tashqi siyosiy strategiya, xalqaro bir ittifoq tashkil qilish, dunyoda kuch hosil qilishdan iborat cho'ng nuqtadan bo'lsa, ichki jihatda iqtisodiy savdo, yana boshqa manfaat jihatda yana Xitoyning qo'lida. Nima? Nam Xitoyning bo'lsa-mu, amaliyotda o'zining qo'lida. Xuddi Shanxayga o'xshashda ashna rayon bu. Keyin Mao bularning hammasini yuz o'rib, Stalin o'lgandan keyin buning hammasini tashlab. Bu bir cho'ng bir tema, ayrim bir jarayon albatta. Ko'p rahmat. Nurg'un savollar tushdi. Agar bir ikki savolni yana alaylik, vaqtimiz 2 soatni eshib ketdi. Bir necha savol, o'xshash savollar men yig'inchoqlab dey. Vallahi armiyaga munosabatli bo'lsin, milliy armiyaga munosabatli savollar bo'lsa, bugungi temamiz milliy armiyani olamiz. Boshqa temalar ko'chib ketib qolsak, u chog'da temamiz kengayib ketib qoladi. Yana boshqa temalar bo'yicha savollarni boshqa shaklda muhokama qilsak, bugun milliy armiyani cho'rdigan asosda muhokama qilsak. Shu chog'da Sharq Turkiston Cumhuriyati qurilgan milliy armiyaga faqat Sovetlar yordam qilgan ekan. Boshqa kuchlardan yordam qilishni o'ylashmadimi Sharq Turkiston hukumatı? Masalan, Turkiyaga o'xshash, Hindistonga o'xshash, ulardan qurol-yarog' talab qildimi degan o'xshash savollar tushdi. Bu savollar ham albatta doim burunmi bo'lgan savollar, hozirmi bo'ldi, bundan keyinmi bo'ladi. Shu vaqtidan bo'lib ekan, shu vaqtidami? Masalan, 45-yili bitimga suhbat o'tkazish masalasi kelib chiqqan chog'da G'o'ljidagi muhokamalarda ziyolilar bu suhbatga Amerikani aralashtirishni, cho'ng davlatlar, Angliyami odamlarni qatnashtirishni tavsiya qilganlarmi bo'lgan ekanda. Lekin u suhbatda u Amerika Angliyani aralashtirmay, faqat Sovet ittifoqi vositachi bo'liblar, o'ttirda turib suhbatni nomda vositachi bo'lib, butun ishni shular qildi. Shunga o'xshash bu boshqa davlatlarga tayinish fikri burunmi bo'lgan. 45-yillik Sharq Turkiston Cumhuriyati davridimi Turkiya bilan munosabat o'rnatsak, boshqa davlatlar bilan munosabat o'rnatsak deb o'ylagan.
dunyoning qo'llashiga erishishni o'ylashgan. Lekin u vaqtning o'zida bu davlatga yordam berayotgan, bu kuchga yordam berayotgan ittifoqchi bo'lgan faqat Sovet ittifoqi bo'lg'achqa, u yana bir yoqdan olganda jiq jihatda shu yordam bergandan keyin ba'zi narsani u kontrol qiladi demaklik u. O'zining ta'sir doirasida bo'lganligi uchun u boshqa davlatlar bilan aloqa qilish unda imkoniyatlarga yo'l qo'ymadi. Ham dunyoning hech qanday boshqa bir davlatlarmi sizlarni qo'llaymiz, Sharq Turkiston xalqining mustaqilligini deb hech kim buni maydonga tushmadi shu vaqtning o'zida. Hatto 44-yil 11-oyning 13-kun Ilhom To'ran boshliq hukumat a'zolari tunji qatim Stalinga, Sovet hukumatiga xatibat xitida Sharq Turkiston davlatimiz qurildi, sizlar birinchi bo'lib shuni e'tirof qilsanglar deb. Ular demak xalqarалық e'tirof qilishni burunli boshlagan. Lekin Moskva taraf konsulxonani topshirib olgandan keyin ularga javob bermadi. Ular Sharq Turkiston hukumatini hech qachon e'tirof qilmadi-yu, ammo astirib turib yordam berdi. Xuddi Xitoy kommunistlarining Mao'nimi hech qachon 49-yil 10-oygacha e'tirof qilmadi-yu, hamma yordamlarni ko'rsatdi. Va boshqa davlatlarning shunday. Shunga o'xshash bizda hamda unda intilish burunmi bo'lgan. Hamda u vaqtning o'zida Turkiyadan yordam olaylik desiniz. Turkiya 45-yili 44-yildagi Turkiyaning ahvoli 45-yildan xatarli. O boshda Germaniya sepib turgan, keyin Germanlar butunlay vayron bo'lgandan keyin urush ochdi, uning qarshi e'lon qildi. Sovet ittifoqi shu fursatdan foydalanib Turkiyaga hujum qilib, besib kirib, uni ishg'ol qilib olishi mumkin edi shu vaqtning o'zida. Xatarlik bir payt. Sovet ittifoqining Turkiyani bitchit qilib o'tishi o'ylayapti. Shu vaqtning o'zida bu Amerika, Angliya qatorliq davlatlar bilan ittifoq tuzganligi uchun Sovetlar cheklanmay qoldi. Bu bir ayrim jarayon. Shunga o'xshash Türkiye aran o'zining ahvolini o'zi aran beqiyotgan vaqti 45-yilda. O yordam beradigan holat emas. Sharq Turkiston Cumhuriyetining 44-yildagi Cumhuriyetni qo'llab bir parcha bizning e'lon qilganini men ko'rmadim. Turkiyalik qarindosh tarixchilarimiz izlanib baqsa bo'ladi. Bormi yo'q. 33lik Cumhuriyetdami Turkiya hukumati hech qachon rasmiy shaklda e'tirof qilgan bir bayonot yo'q. Ammo odamlarni evatgan ichki jihatda qarindoshlik hissiyotida bo'lgan, lekin shu vaqtdagi vaziyat sharoit tufaylidan oshkora bir harakat bo'lgan emas. Ammo 47-yillarda Turkiya yana qiziqqan, ammo u vaqtda Turkiya uning sepi boshqa. Shuning uchun o Turkiyami qilolmagan, u imkoniyat yo'qdi Turkiyada. O Hindiston deganlar 47-yildan keyin mustaqil bo'ldi, Pokistonlar. Ularning yordam qilishi mumkin emas. 48da Pokistonlarning bunday yordam qilaligidek holat emas. Ular o'zining ichki jidallari bilan ham ularga hech qachon Sharq Turkistonga yordam qildigan burundan tortib unday ish bo'lmagan. Afg'onistonda texnik imkoniyat yo'q, ojiz. Shuning uchun Amerika hukumati u vaqtda konsulxonasi bor. Amerika hukumati diqqat qilgan, eslashlik qilgan, bu yerda bir muxtoriyat hukumat qurilsa bo'ladi deb qaragan dastlabki vaqtlarda konsullarning yo'llagan dokladlari va boshqa ma'lumotlar qaraganda Xitoylarning o'silayotgan zulmlarini tushungan, ahvolni bilgan, boshda Xitoylarni bu o'rislarning, sovetlarning o'yin deb xato tushundigan ularga. Keyin ular ahvolni tushunib, boshqa hissiyotlarda ular to'g'ri tushungan. Lekin angacha sovet bilan bu Amerikaning munosabati o'chog'da dushmanlik, raqiblik davri 48-49da. U vaqtning o'zida bu 3 viloyat ili Tarbag'atay, Oltay, Sharq Turkiston Cumhuriyeti mavjud bo'lgan rayonlar Sovetning kontrolligida deb qaragan. Shunday bo'lsa-mu 49-yilga kelgan chog'da Xitoylar, Sovetlar Amerika bu joyga qo'l tiqdi deb qaragan. Ansiragan. Shunga hamda amaliy biz undaq bir planlar mustaqil davlat qurmoqchi, inglizlar qo'l tiqdi buningga, Amerika qo'l tiqishi mumkin deb Stalinning ogohlantirishi shu mavzudongni jangi tezroq ishg'ol qilingan bu joyni deb. Amerikadan ansirash bor. Ammo unda bir plan borligiga oid Xitoylarning manbalarida deyilganini boshqa, Stalinning ogipidan boshqa hozirgacha bir naq men bir arxiv xarakterli hujjatni ko'rmadim. Ammo vaziyatni diqqat qilgan shu vaqtning o'zida. U vaqtning o'zida endi dunyoviy bir bo'linish, dunyoviy raqobat davriga to'g'ri kelib qoldi. Shunda bo'lganligi uchun bizning xalqarалық e'tirof qilish imkoniyati bo'lmay qoldi. Shu. Afsuslanarli ishlar bu biz uchun. Oxirgi bir savol Qozog'istondan mas'ul
Ahırkı yıllarda muşu milli armiyaninki tarqıtıbilişi dep oyladım, selbiylenişi dep yezipdi. Sovet İttifaqınınki keng dairde hujum ötkenligini, çünkü nemisler bilen tutuşup kaldı, şunu bağlığa okşaydı. Muşu sebepten mi Şarkı Türkistan'ı bütünley taşlap, bunu Gomindan'ın koluğa ötküzüp etip, özünü qoğdaş üçün başka uruşlara kirişip ketkenlikten sebebinin milli armiyanı tarqıtıp etdi mi degen gükşeş. Milliy armiyani endi o taqib etish degani o 49-yildagi ish. Oxirgi taqilish o Xitoy kommunistlar tarafidan taqitildi. Eng oxirida Sharq Turkiston armiyasiningki butunlay tarqitilib 5-korpus bo'lib o'zgarishidimi Sovet ittifoqining qo'li bor. Sovetning maslahati bor buningda. Buning dokumentlari bor. Buni so'zlash to'g'ri kelsa keyin ozroq qo'shay. Endi 45-yili 5-oyda Germanlar taslim bo'ldi. Urush oxirlashdi. Urush oxirlashgandan keyin Yevropada urush tinchlandi. Lekin Sharq Turkistonda texe urush bor vaqtning o'zida. Ammo Sovet ittifoqining 45-yil 2-oyda tuzgan bu Yalta kelishim bu Amerika, Angliya bu rahbarlari bilan. Yalta kelishimidagi asos uning kelishimdagi asosiy moddalari bu Germaniyaning taslim bo'lgandan keyin nim qilish, Polshani hokimiyat qurish masalasi, Germanning to'lam to'lishi, u bu nurg'un dunyo tartiblari bor. Shuning qatorida Yalta kelishimining eng muhim qismi bu Xitoyga munosabatlik bu Yiroq Sharq qismi. Yiroq Sharq qismida bu Sovet ittifoqining manfaatlari tashqi Mong'oliyaning hozirgi mustaqil holatini saqlab qolish, Dalian, Port Artur, bu Dairen deydi Ruscha. Shu portlarni Sovetning qo'lida qilish, qatorliq nurg'un moddalar va 4 orolni Sovet elish bu shimoliy Saxalin. Bunun o'xshash moddalar va tafsili bir-birlab qarasak buningda uning hammasiga Amerika taraf qo'shilgan. Ammo shuning badaliga Sovet ittifoqi Yaponga qarshi urushga qatnashish. Uning oldida Sovet ittifoqining Yaponlar bilan 40-yil tuzgan maxfiy urush qilmaslik kelishimi bor emasmi? Shuning uchun Sovetlar hech qachon Yaponga qarshi urush qatnashmagan. Gomindanga berayotgan butun qurol-yarog', o'q-dorilarni to'xtatib qo'ygan 38-yil boshlagan. Shu 45-yil oxiri shu bo'yicha 45-yilning 9-oyiga kelgan chog'da Yaponlarni taslim bo'ldi. Sovet ittifoqi Manjuriyadan qo'shin kirgizib, Amerikaga bergan va'dasi bo'yicha qo'shin kirgizib, Yaponga qarshi urushga qatnashdi. Yalta kelishimdagi asosiy kutilgan naslning birisi shu hamdi. Ammo shuning ichida yana Amerika taraf Chiang Kai-shekni Xitoy bilan Sovet ittifoqi bilan do'stlik kelishimini imzolashda o'ttirdi turib vositachi bo'lganda, Amerikaninki o'ttirg'i tushishi bilan Xitoy taraf oxiri boshda unamagan Yalta kelishim bizning manfaatimizni setibdi deb qarshi turgan. Oxiri bu milliy armiyani qurollantirib, hujum qilib Manas daryosi Urumchiga qarab hujum qilayotgandan keyin Xitoy taraf eng oxirida Yalta kelishimi bo'yicha Stalinning talablariga ma'qul kelib 45-yil 8-oyning 15-kuni Sovet Xitoy do'stlik shartnomasini imzoladi. Imzolagandan keyin Sovetlarningki muddasiga yetdi. 9-oyning 3-kuni kelgan chog'da Yaponlar butunlay taslim bo'ldi. Qo'l qo'ydi 2-islar. Shuning bilan Ikkinchi dunyo urushi to'liq oxirlashdi. Urush to'liq tugadi. Endi shu vaqtda endi Sharq Turkiston milliy armiyasi nima qilish kerak? Bu armiya davomli urush qilish kerakmi, to'xtash kerakmi degan masala kelib chiqdi. Shuning bilan Sovet ittifoqining shu vaqtdagi Ikkinchi dunyo urushidan keyin qo'llangan chorasi birlashma hukumat qurish chorasi. U xil davlat Eronga yordam berib, Iron Janubiy Ozarbayjon Jumhuriyatiga ularni qurollantirib, eng oxirida ularni to'xtatib, shu vaqtdagi Iron podshoh hukumati bilan ularni bitim tuzgizib, ashuna qildirgan. Undan boshqa bu Sharqiy Yevropada shundaq va boshqa joylarda shundaq Sovetlarning siyosati shundan keyin birlashma hukumat turg'izish. Xitoy bilan kommunistlarni Mavzdonni majburlab tek-teknaganda bisim qilib Kompartiya Gomindan bilan Chongqing shartnomasini imzolab Chongqingga berib. Uningda shu Stalinning besim bilan bo'lgan ish bular hammasi shu vaqtdagi siyosat. Shu bizda ham Ilhon To'rinimi Sharq Turkiston hukumatini Gomindan bilan sen tinch suhbat o'tkazsan dedi. Endi shu vaqtning o'zida Sharq Turkiston hukumatiningki Sovet tarafining qanday qilish kerak degan masalada 45-yil 8-oyning oxirisida o'ylashgan. Masalan, Beriyaning 45-yil 8-oyning 28-kuni o'dayni. Stalin Molotovning nomiga yo'llagan bir maxfiy telegrammasida mundaq deydi. Shimoldagi bütün urushlarning hammasini bayon qilib, Sharq Turkiston
Qorallı qo'zg'olonchilar shimolda hozir hammani ap bo'ldi, Tarbag'day ko'chakni ozod qildi. Janubda bu Bulonko'l, mush Toshqo'rg'on joylarni ap bo'ldi. Oqsuv, Kuchalarni oldi bular. Hammada shiddatli kengayotdi. Bularning istiqboli parlaq, urushda zo'r natija qozondi. Hamda hozir Ikkinchi dunyo urushi oxirlashdi. Xitoy Gomindan hukumati bizning razvedka uchurlarimizga qaraganda Şinjan'a 200 degan aeroplanni yo'tkab, asos qo'shinlarni yo'tkab chiqadigandek qiladi. Bu qo'shinlar bilan umum hujum boshlaydigandek Xitoy iltirab qaytarma hujum. Bu chaqda qaytarma hujum boshlanib qolsa, illi qo'zg'olonchilari Xitoyning bu qo'shini bilan urush oxirigacha bardoshlik berolmamdi biz bilmaymiz. Agarda mag'lub bo'lib qolsa, bu qo'zg'olonchilarning rahbarlarining hammasi bizning chegaramiz ichiga qochib kirishi mumkin. Bu chaqda biz dunyoga qanday qaraymiz, qanday qilamiz? Shuning uchun bu ishni nada to'xtatamiz degandek mazmunda telegramma yo'llaydi. Doklad, u bor doklad mendan bir yerda. Shu bo'yicha angacha 9-oyning 3-kuni bu Jing Shixodagi urushlar boshlanib, 8-sida Shixoni ap bo'lgandek stop. Endi to'xtasin deydi. Monastiriyasi bo'yiga kelgandeklar. To'xtatib siyosiy buyruq endi qanday qilamiz deganda oxirgi Beriya bilan Vishinsky, Andrey Vishinsky degan shu tashqi ishlar xalq komissari muavini Molotovning. Shu Vishinsky bo'yicha ikkisi qaytadan tuzib Xinjiang masalasi haqida deydigan bir maxfiy doklad tayyorlaydi. Bu doklad bo'yicha eng yaxshi qo'zg'olonchilarni Xitoy Junxomingo hukumati bilan tinchlik suhbat o'tkazish, qo'zg'olonchilarning urushini to'xtatish, bular orasida suhbatni boshlash deydigan. Ana degan Junxomingo hukumatiga buni qanday o'ttirib tushimiz degan masala. Buningda Sovet ittifoqi yarashtiruvchi bo'lib berish o'ttirdi, ammo mas'uliyatni zimmasiga olmaslik degan loyihani tuzgandan keyin shu loyiha bo'yicha Sovet ittifoqining Nanjingdagi bosh elchisi Apollon Petrov shuningga topshirildi. Petrov ondan 16-yillarda Sovet Xitoy tashqi ishlar ministri muavini Genneygonga topshirdi. Biz mesela qo'zg'olonchilar qo'zg'olon qildi, ularning Jungodan ayrilish niyati yo'q ekan. Qo'zg'olonchilarning boshliqlari biz bilan G'oljada konsulimiz bilan ko'rishibdi. Ularning maqsadi shu ba'zi musulmonlar ko'p sonliqni egallagan joylarda muxtoriyat huquqini qo'lga keltirishni umid qildi ekan. Sizlar xohlasanglar biz o'ttirda vositachi bo'lib, sizlarni suhbatlashtirib qo'yishga biz bo'ladi degandek bunday shaklda. Tafsili mazmuni bor, uni ayrim qilsak bo'ldi. Degandan keyin andin Xitoy tarafi xo'shaqtida buningga. Xitoy uning oldiga yordam berishni talab qilgan. 9-oyning 13-kuni Sovet ittifoqining Moskvadagi Xitoyning bosh elchisi Fu Bingchang u talab qildi. 9-oyning 7-8-kunida Jiang Jingguo bilan Apollon Petrov orasida suhbatlar bo'ldi. Ko'p uchrashishlar. Jing Shixoga Sovetning aeroplanlari bomba tashladi deb norozilik bildirdi ular. Shunga o'xshash jiq-jidallar bo'lgan oraliqda bo'lib, eng oxirida Sovet taraf mana deydi. Endi shu vaqtda Sovet tarafining buni tez bu ishni yarashtirib, Urumchiga hamda 200 kilometr qolmagan joy qolgan 150 kilometr. Urumchida 6 batalyon qolgan Xitoyninki. Jiang Jizhongmo Urumchi kelib vaziyatni tekshirgan. U chaqda biz agar darhol Sovet bilan suhbatlashib, Sovetning degan shartiga ko'nmasak, qo'zg'olonchilar ato'gan kirdi, biz bu yerda bardoshlik berolmaymiz degan. Unol Jonkeyshi Sovetning oldida bosh egmayman deganda, biz kelishim tuzsak, yana Sovet nimish bu ishni, ular hammasini Sovet qildi bu ishni deb qaraydi-ku, bularning aqsida. Ularning tushunchasi. Sovetni kontrol qilsa qag'ash o'ngishildi deb qaraydi. Shuning bilan bu so'zlashgandan keyin ondan Sovet taraf oxirida org'a tushimiz degandan keyin ular bo'ldi deb shuning bilan Sovet ittifoqi o'ttirdiki vositachi ikki tarafni-chi aloqa suhbatda degan salohiyat bilan ondan boshlaydi. Amaliyotda suhbatning butun jon tomirini G'oljidagi 2-domda general Yegnarov, Vladimir Ilyich, Vladimir Stepanovich, ondan Aleksandr Ivanovich Langfang deganlar tutib turdi. G'olji konsul Dabashin, Grigoriy Sergeyevich, Sergey Grigorovich Dabashin shu. Bular tutib turdi kontrol. Ularsiz ish bo'lmaydi endi. Maslahat shularning hammasida Stalinning buyrug'i deydi ular, hamma narsa. Qo'shinlarni 16-yillardan boshlab qat'iy hujumga o'tishga bo'lmaydi deb buyruq berdi. Shuning bilan ondan monastiriyasi bo'yida ondan hamma to'xtab qoladi urush. O'tolmaydi. Bu bosh qo'mondonlik bilan bo'ldigan ish bo'lgandan keyin endi Sharq Turkiston hukumati qarshiliklarni bildirdi, noroziliklarni bildirdi. Baribir bu inqilob bunga yordam bergan o'q-to'g'ri hammasi bo'lgandan keyin ular shularning maslahatini anglashga majbur bo'ldi.
Çünkü acizi küçük bir yardımcı bilen hemkarlaşıvatkan çağda çokum onun gibini anlaydıgan iş tarihte köp bolgan nurgun devletlerinin. Türkiye Osmanlı'nın tarihi qarasanlım nurgun misallarını tep bolıslar. Keyinki Türkiye Cumhuriyeti'nin hazır 90 yıllık tarihi qarasanlım tep bolıslar ve başka nurgunluğun devletlerinin tarihi de başlar. Hemkarlık. Şuna oxşaş. Hem Sovet İttifaqının bu yerdə ən sirgən məsələ yəni bir nöqtə doklat qaraganda, doklatның məzmunundan qaraganda, əgər Xitay Cangkayış armiyası həqiqətən o yaxdakı çünki 2-ci Dünya uruşu axırlaşqandan keyin Gomindanın 5 milyon kişilik qoşunu var yəni. O uruş tügüdü də uladınki. Yapon təslim boldu. Hem de ular 200 degan aeroplanlarını evatib, belki neç 100 min degan qoşunlarını yetkep çıkışı mümkün. Başka uruş kıldıgan bolmagan. O çağda o Şarkı Türkistan armiyası üzüden neçe onluğan əsli köp Xitay qoşunu bilan soquşup qilishi mümkün. Bu vaqtning o'zida urushda mag'lub bo'lsa, ya Sovet İttifaqı o çağda Qizil armiyani evatib, Gomindan armiyasi bilan soquşup qo'g'dash kerak bu joyni. Shunami yordam qilish kerak. Oshkora, o burunqidek maxfiy emas. Yoki uni Şarkı Türkistan armiyasini qirib yo'qotib o'tishni tashlab berish kerak. Qanday qilish kerak? Uni o'rniga suhbat orqali mush rayonni tutib turish, kontrol qilish, o'zining strategiyasi bo'yicha besim qilib shu shakllantirgan. U vaqtning o'zida Sovet armiyasi unda kirmaydi. Sharq Turkiston hukumati mo kirmaydi. Ba'zi bir manbalarga qaraganda, g'ayri-rasmiy manbalarga qaraganda Sovet armiyasi 45-yilninki shu vaqtlarda shu Yakat Panfilov atrofiga bir qism qo'shinlarni tanklar bilan qo'shinlarni yo'tkab ekib o'rinlashtirgan degan manbalar bor. Shuni ko'rganlar bor. Masalan, ba'zi Uyg'ur tarixiy shohidlardan bir qismi ba'zilari Tursun Osman degan bir kishimi degan, o Ilham To'ramning mashinasida degan odamdi ayni vaqtida. Shu Sovet chegarasiga berib Qo'rg'ostin Sovet ittifoqining bergan ba'zi pechini prandik u bu nasllarni olib kelib hukumat a'zolariga berdi ekanda, konsulxonaning diplomatik bilan. U odam mashina bilan berib, aşağı borgan chaqda Qo'rg'os chegarasini o'tib, shu narsani topshirib olg'ich qaraganda, nurg'un tankda nurg'un qurollarni ko'rgan shu vaqtning o'zida 46-yili. Ko'rgan ahvolini yozdi. Undan boshqa ashidaq manbalardan 5-6si bor uchurlar. Albatta Sovetning maxsus dokument hujjati yo'q, ammo Sovet ittifoqining Turkiston harbiy okrugining asos qo'shinlarining bir qismi shu Olmut atrofiga joylashgan, burundan tortib, rayoni ham harbiy rayoni. O vaqtda Sovet armiyasi 45-yildan keyin Manjuriyada urush qildi. Qolgan bir qism qo'shinni o birashka diviziyani chegaraga yo'tkab qo'yib, agar Gomindan armiyasi hujum qilib kelib, ilini bostirib, agar Sovet taraf o'tib ketaman desa, ya o'ttirga tushish kerak yoki to'sish kerak. Uning uchun bir mudofiyada bir armiya bo'lish kerak. Yoki Sharq Turkiston armiyasining aqsidan agar Stalinning buyrug'ini anglamay hujumga o'tib, ular qarshilik ko'rsatib qolsa, u chaqda uni to'xtatish uchun planni ishiltishi mumkin. Shuna o'xshash har xil tushuntirishlar bor endi. Shu anda Sovet hukumati 45-yilning oxirida nayt ehtiyot qilgan. Shuning bilan oxirida bularni bitim tuzgizgan, armiyani urush to'xtatib qo'ygan. 49-yilga kelgan chaqda Xitoy kommunistlarga berib atgan chaqda Sovetning G'uljidagi maslahatchilari, konsullar hammasi Xitoy tarafga shu milliy armiyani o'zgartinglar degan. Sizlar 2 diviziyaga o'zgartsanglar bo'ladi degan. Hatto bularning komandiri yo'q hozir. Bularning komandirligiga, siyosiy komissarligiga Xitoy Xalq Ozodlik armiyasining odamlarini evatsanglar degan. Texi bu Xitoylar kirmay turib degan gap. Oxirida shularning maslahati bo'yicha Xitoy kommunistlari milliy armiyani boshqa 2 diviziyaga o'zgartirishni o'ylab bunday qo'ydi. Keyin eng oxirida andin uni 5-korpusda 1 korpusga o'zgartirib 2 diviziyaga ayirishni manda qaror qilgan bir jarayonlar bor. Bularning hammasida Sovetninki arx ko'rinishi bor, buning hammasida. Sovetning arx ko'rinishisiz bo'lmaydi bu ishlarni. Hamma maslahat shu Dinglichunning G'uljiga kelishidan tortib, Sovetlarninki kirishi, Stalinning kelishim bo'yicha Xitoy armiyasini 15 mingdak armiyasini zambirak va boshqa qurollari bilan Urumchiga to'shib ketdi. Aeroplan 40 tak aeroplan chiqadi, to'shig'ich aeroplan. Nurg'un uni yiqilg'i bilan ta'minladi. Ashlarning hammasini to'shib ketdi mundaq chiqqan. Ondan 10 ming tonnadak ochliq verdi. Bo'lmasa yeydigan ochliqim yo'qdi qishdan chiqib olish uchun. Har xil yordamlarni ko'rsatdi. Butun aeroplan shularning hammini to'shib mundaq chiqqan chog'da taqsim qilib berdi-da. Shu bir jarayonlar. Bular hammasida Sovetning shu arx ko'rinish roli hamda va ishlar bilan hammasi boshdan oyoq zich bog'lanib ketgan. Mening kitoblarimda mushaqlarda tafsili bir-birlab
Mao 44'ten 46 7. aygacha bo'lgan 2 tomda bu shu urushlar, Sovetning siyosati, Amerika G'arbning tashqi siyosati, suhbat, hamma suhbatning tinchlik suhbatining jarayoni bir 2 bob, u tafsil yozildi 100 dak bobda. Qanday bo'ldi bu suhbat, boshlanishdan tortib to'xtashigacha bo'lgan oraliq, kelishimgacha bo'lganlar yozilgan tafsili, arxiv dokumentlar, tarixiy shohidlarning fikrlari, bayonlari, Rus, Xitoy manbalari, İngilizce manbalar, yerli Qirg'iz, Qozoqlarning manbalari bor. Qolgan 9-10 tomlarda 47dan 49gacha bo'lgan jarayonlar, Xitoylarning ishg'ol qilib kirishi, Ahmadjonlarning taqdiri, shuning jarayonlar, savdo iqtisodiy masalalar va boshqa hammasi so'zlandi. Shu vaqtda o'zi Sharq Turkiston hukumati uchun mayli boshda bo'lsin, mayli oxirigacha Sharq Turkiston armiyasini beqish, turmushini qamdash ular uchun ig'ir bir yuk bo'lgan. Shuni ham beqib, ham askarlarini boqqandan boshqa yaxshi maosh bergan. Askarlarning komandirlariga $1000 deydi, shu vaqtda dollar deb ekan. So'mdan tortib 500 gacha bergan. Askarlarga maosh bergan. Ofitserlarning maoshlari yaxshi bo'lgan. Ular maoshini bir qatimda 50% o'stirgan. Bir ofitserning oilasini shu maosh bilan yaxshi baqalagan. Anadan keyin o'lganlarning nafaqa bergan ofitserlarga ayrim nafaqa, oilasiga, askarlarga, har oilada bir odam o'lgan bo'lsa, jangchi shu oxirigacha baqqan shularni da tashlab etmagan. Hukumat o'zininki askarlar o'ldi, bu odam shahid bo'ldi deb o'tmay, u shahidning oilasini oxirigacha hukumat beqishga mas'ul bo'lgan. Anadan keyin harbiy doktorxonalar bo'lgan. Harbiy doktorxonalarda o'zlari davolagan ashlar, sestralarni tarbiyalagan. Ularning qilgan ashundan hammasi hamda albatta texnika, tibbiy, dori hammasi shu Sovetdan keladi. Bular bo'lgan armiyani beqish, harbiy ofitserlarni tarbiyalaganman degandek. Qo'shinlarda, polklarda, anadan keyin G'uljining o'zida bayonda harbiy maktabida ofitserlar har xil qurollarni ishlatishdi. Harbiy tibbiy xodimlar kurslari bo'lgan, ichilgan tibbiy maktab. Anadan keyin eng oxirida bular kadrlari va o'qituvchilari va 6 xil tilda gazet chiqardi. Sharq Turkiston, Ozod Sharq Turkiston, Inqilobiy Sharq Turkiston, kurash jurnallarini va boshqalarni. Shu gazet jurnallarni chiqargan nurg'un pul bilan 6 oy cho'chakladimi. Anadan keyin o'qituvchilar va hamma millatning tilli maktablar bor. Shu o'qituvchilarning maoshini berish kerak. Shu maktablar bekorlik, doktorxonalar bekorlik, davolash, doktorxona bekorlik bo'lgan, kasal ko'rsatish. Dorini pulga olgan, ashundaq bir sharoitlarni yaratgan 49-yilgacha. Hammadan bekorlik o'qiydi. Gimnaziyalarni qurgan. Hatto ili gimnaziyasi, ili Ahmadjon Qosim nomidagi bilim yurti deb o'zgartirildi. Bilim yurti harbiy shakldagi bir maktab bo'lgan. 500 dak o'quvchi bo'lsa, bular ham o'quvchi, ham harbiy. Ular maktab bitgandan keyin o'xshashdan ofitser bo'lgan. Ular haftada 3 soatmi, 4 soat harbiy dars o'rgandi. Butun qurollarni ishlatishni biladi, jang taktikasini so'zlaydi ular. Ular ham bilim o'rgandi, ham harbiy bo'ladi. 3 yildan keyin ham ular ofitser kerak bo'lsa. Mandaqda shunchalik bir sistemini o'rnatgan. Bu mundaq qanchaqada bir davlat uchun ham qo'zg'olon ko'tarib, hokimiyatni egallab, oxirida davlatni qurib, uning butun nazorat ministerliklarini qurib, idoralarni qurib, ularni yasab, qurilish qilib, undan keyin maktab ma'rifni gullantirib, Uyg'ur tilida, qozoq va boshqa tillarda Uyg'ur tili davlat tili vaqtning o'zida va 6 oylarda qozoq tilini ishlatishga ruxsat qo'ygan, qozoq tili ishlatgan ular Tarbaqtaylarda. Shunga o'xshash mushunchalik bir mukammal sistemini barpo qila olgan o'zining hammasiga. Agar u hokimiyat hozirgacha mavjud bo'lgan bo'lsa, Markaziy Osiyodagi, O'rta Osiyodagi eng baxtli, eng qudratli armiya mukammallashgan bir davlat bo'ldi 76 yil, 80 yilda. Demak, shuning o'zi Uyg'urlar va uning qarindoshlari va boshqa xalqlar bilan shunchalik ittifoq, birlik qurib kurash qilganda, shunday bo'lganda o'ziga bir istiqbolning borligi, ham davlati bo'lsa, davlatni qanday boshqara oladiganligi, o'z ona tili bilan qanday mukammal bir hokimiyat sistemasini qura oladiganligini ko'rsatadi. O'zining adliya sistemasi bor. Sharq Turkiston Jumhuriyatining jinoiy ishlar qonunini tuzib chiqqan. Jinoiy ishlar qonuni bo'yicha xoin vatan sotqishlarga o'lim hukm qilgan ular. Vatanni kim sotsa, jasuslarga o'lim hukm qilgan. Hammasiningki shu prinsiplar, o'lchamlar bor. Hammani qonun bo'yicha bosh qo'ygan. 49-yilgacha shu adliya sistemasida shu qonun bo'yicha bejirilgan.
Demek ki bu bir mükemmel sistemlaşkan bir hakimiyet 5 yılın içinde üçüncülük sistemleşip olgan. Bu intayın zor bir möciz hesaplandı bir devletinin devletçilik tarihinde, insanların devletçilik tarihinde. Yok nesini berpa kılıp kurup hem uruşup hem sokuşup en ahırda kopup anda. Nurgun devletler özü burun, bolup durup sokuşup andan keyin g'alaba qilgandan keyin banasini davomlashtirdi. Onuga yoki yeni bir ideologiyadagi hokimiyat almışydi. Bu bizdikisi aralıktaki yok narsani barpo qilishdan. Bunun özü bir zor bir mo'jiza. Shu vaqtdagi bizdinki ajdodlarimizningki qanchalik bir aql farosatli, qanchalik bir botir, qahramon hem kallasi ishlaydigan o'tkir shundoq odamlar ekan. Ilhom To'ram, Ahmadjon Qosim hammasi eng ilg'or bilimli odamlarni hukumatda ishlatishni yaxshi ko'rgan ular. Undaq mundaq deb ağrımagan. Bütün Sharq Turkiston mustaqillik uchun, ozodlik uchun oxirigacha kurash qiladigan ideya bo'ldi deya, ozodlik uchun. Demek shunchalik muhim. Shuning uchun mening eng qudratli deyishimdagi sabab shu endi. Shu davr sharoiti bo'yicha. Hakikaten nayt mükemmel bir devlet kurulup olgan hem cazalaş hem mukaffatlaş abiyamsiz cazalaş ordenlar var. Sharq Turkiston qahramoni ordeni var. Sharq Turkiston Cumhuriyet ordeni var. Azadlık ordenleri var. En yukarı bir ordeni var. Baturluk medalları var. Aşında ordeni hemmisini mukaffatlayan adamlar. Sistemlik mükemmelleşken. Aşında. Şu. Hem bunun hemmisi tarih hem de bu ötüp ketken işler. Lekin ötüp ketken işlerini bugünkü ügünüp, avar olup, ügünüp bunu kitap yazışımızdaki sebep yüzümüzün milli rohiyetimizde aşındak elementlarının balığını. Qaytadan seziş, sezdiriş. Bugünkü günde rohi cihetten yok olup ketmeslik. Tarihinin bir paydalık tarafı şu. Ondan keyin tecrübe savaklarını iliş. Hatalıklarını ügünüp çıkış. Muvaffaqiyatlarını ügünüp çıkış. Onu kelgüsü evlatlar kaldırış. Eğer biz onu kılmasak, şu tarihini şöyle yaratmagan bolsa, biz yazmaydık. O tarihte bugün biz faxrlanmaydık, sözlemaydık. Uygurlar 12 noyabr deb, devlet bayramı deb bir günni ötkazmagan bo'ladi. Ötkazmagan bo'ladi. Orxun Uygur qag'anligining kunni o'tkazgan olmaydi da. Uning 1200 yil olib ketdi. Uning chislosini bilmaymiz. Shundaqmi? Orxonlar sulolasiini o'tkazimiz desak, uni bayram qilib, bo'ladi albatta, bo'lmaydi. Un davlatininkini o'tkazimiz desak, umi bo'ladi, lekin bo'lmaydi demaymiz. Ammo ma bir aniq bir chislo, xuddi dunyodagi nurg'un ilg'or davlatlarning o'zining davlat kuni, davlat jumuriyat kuni bo'lgandek, bu bir jumuriyat kuni endi Uyg'ur tarixida. Meyli qanchalik doira shaklinib qolsin, kichik doirada bo'ladi, qaysi doirada bo'lsin, shu bir cho'ng bir fundament asos silindi. Mening qarashim shu. To'g'ri deysiz. Tarixni bilmagan millatlar kelajagi rahbarlik qilolmaydi deydigan bir gap bor. Hakikaten tarixni bilmaganligimiz uchun, tajriba saboqlarni yakunlamaganligimiz uchun nurg'un xatoliklarni qilib bir necha yillar ichida shu 33-yildan başlap qaraydigan bo'lsak, tarixni nayt yaxshi bilishimiz kerak. Vatanning har bir coğrafiyasini, ahvolini, alohidligini, qo'shni davlatlarning alohidligini nayt yaxshi bilishimiz kerak. Ondan keyin nayt keng doirada nurg'un bilim egelerini yetishtirib chiqishimiz kerak. Hozir sizning deganlaringizning hammasida bizni shunchalik milliy ruh baka shu chog'da vatanni qutqizishga bo'lgan ishonch turg'izilib bo'lganki, lekin atrofimizdagi shu yordam ola oladigan davlatlarning cheklik bo'lib qolishi, mumkin bir davlatga tayinib qolishimizga o'xshash shundaq baxtsizlik balkim bizningki, bu davlatimizningki uzun ömürlük bo'lishga to'sqinlik qildi. Ko'p rahmat bugun naytimi yaxshi nurg'un mazmunlarni hamda bu 2,5 soatga 3 soatga az qoldi. Buni yig'inchoqlashga tirishdik. Qadrli ko'rilmanlar, haqiqatan bugun muhim haqiqatlar bilan tanishib chiqdik. Bilmaydigan nurg'un taraflarimiz borki, Nabijon, doktor Nabijon Tursun nayt yaxshi tafsiliy so'zlab berdi. Haqiqatan bilimiga hayron bo'lmaslik mumkin emas. Nurg'un tadqiqotlar bilan bizning tariximizning rost haqiqiy tariximizni mana yozib chiqqan. Bir millatning hurligi ko'pincha armiyasiz amalga oshmaydi. Buni hammamiz bilamiz. Tarix tekrarlandı deydigan meşhur bir gapmi bor. Tariximizning yaxshi taraflarining tekrarlanishini umid qilamiz. 20-asrda yo'qotib qo'ygan armiyamizni Xudoyim buyursa 20-asrda yana qayta tepib olamiz. Qudratli bir armiyamizning qurilishini albatta umid qilamiz. Baydab o'tib ketganga o'xshash tarixni o'rganmasdan turib kelajagimizni planlayolmaymiz.
nurgun suallar düştü. Bu sualların asasen milli armiya bilen münasebetlik bolganlaryny men soraş kıtırıştım. Onun o sualga cevap bergen wagtda doktor Nebijan Tursun nurgun yani kän dairede nurgun yani koşumçu malumatlarını berip ötüp ketdi. Onun köp rahmat etime. Sizler belkim hoşal bolgan boluşuňlar mümkin. Lekin şulay inqilab rehberleri hakkındaki onundan keyin şu çağdaki halgaralyk vaziyetler hakkındaki bazı suallarni soramay kaldık wagt etibary bilen. Bu temalar hakkında mı Hudaýym birisi yana Nebijan malumga iltimas kılımız. Onun sözlep berişini teklip kılmaz Hudaýym birisi. Bugün başta mehminim Doktor Nebijan Tursun'a ekran altki siz kaderli körürmenlerimge 3 saatning ýaky biz bilen bildi boldyňlar. Rahmet eýtimen. Hammaňlaryň teňiňler salametlik dileýme. Keler qitim programda görüşkiçe aman bolunlar. Rahmet. Köpçilik köýgenlerge rahmet, barlyk gyryndaşlarga rahmet, sizge rahmet, hammaňyga rahmet. Ben rahmet. Bundak söhbetlerini dowamlyk uýuşturup dursaňlar, dowamlyk gatnaşyşga, ayrım temalar boýunça suallar bolsa, ýani ayrım jogap berişke, elbetde bu tarih yalnız 44-49'lik tarihlam emas. 33'tiki bizning birinci bu Cumhuriyetimizning tarihymy bar, bir uzun bir tarih, unuň ayrım toktalyşymyz mümkin, mahsus. 33'den 1901-nji ýyllardan 33-çe nim boldy degen temada 20-nji ýyllardaky Uýgurstan erkek hakkında we başga nurgullygan faaliýetler hakkında uny toktalyşymyz mümkin. 19-njy asyrdaky Ýakupbek Şark Türkistan Kaşgarya döwleti şu wagtda unyň pajialary halkara münasebet noktasyndan şundakla şu döwletçilik hakkında ayrım toktalyşymyz mümkin. Unyň aldyky däwirler elbetde Seýdiýalar däwri, o ayrım tema. Çağataylar däwri, Karhanylar, ula ayrım däwir. Ula toktalyşymyz mümkin. Ama biz fakat wagt itibari 76-njy ýyly 4-nji aýynyň 8-igi many togrulyganlygy üçin tema daýrymyzny, söz daýrymyzny sel daýrada çeklep bırak sözüldük. 23 saat ketdi, äsli ýany sözleşdik orkasy bu ýetmeýdi 3 saat. Şoňa endi her kандай sual ýa alakalar bolsa, meniň bu şahsy alakalaşsaňlarmy men jogap berişke täýär ýana imkaniýetim ýar berişçe. Hammaňlarga rahmet. Magpirat hanym sizge bek rahmet. Hammaňlarga rahmet. Köp rahmet. Ýani bir jähetden Nebijan Tursun'unki 13 tomluk eserini elip okuşuňlaryny tavsiýe kılmay, çünki bütün bu suallaryň jogaby şu kitapda. Şu kitapda bütün bu suallaryň jogaby berilip boldy dep oýlaýmyn. Hammaňlaryň teňiňlerine salametlik dileýme. Hudaýym berse ýani bir ýekşänbe güni ýani bir programda görüşkiçe aman bolunlar. Allaha emanet. Hoş. Rahmet.